45.5% zapusklari $100,000 katta bo'lgan ekan. Bozor sekin-sekin tushunib yetishni boshlaydi. Shaxsiy brend orqali hamma muammo hal bo'lmasligini. Agar Instagram o'zi yo'q ketmasa, hamma nishada bo'sh, qaysi nishi to'ldi. O'zi aslida-chi mijozga tanlov imkoniyatini qoldirish kerak emas. Dubayda uyoludingiz. Nima bo'ldi Dubaydagi? Atmen qildim. Arenda turish normal deganlar-da, xullas. Shu narsani olib chiqqanlar. O'zi aslida normal. Men hozir ham arendada turaman. Men hozir ham misol uchun arendada turaman. Buni men normal deb hisoblayman. Juda ham bo'sh bozor. Yo komandani kuchli qilishingiz kerak. Yo sun'iy intellekt bilan zo'r ishlashingiz kerak. Assalomu alaykum hammaga. Bugun meni birinchi podkastim ustozim Aslam Norqobilov bilan. Xudo xolasa bugun zapusk bozori, undan tashqari shaxsiy brend, marketingda agensiyasi borlar yoki agensiya ochmoqchi bo'lgan va sohaga, shu media sohasiga endi kirib kelganlarga juda ham foydali suhbat bo'ladi degan umiddaman. Ustozim Aslam Norqobilov, assalomu alaykum. Abdurahmon, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Yaxshi. Rahmat. Birinchi savolim sizga to'g'ridan to'g'ri pul haqida bo'ladi. Bir yilda 1-2 milliardlik zapusk qilgansiz. Kimlar bilan qilgansiz va ularni ochiqlab olamizmi? Ochiqlab olamiz. O'zi bugungi podkast juda qiziq bo'ladi, chunki boya savollaringizni ko'rib qoldim. Qiziq savollar bor ekan. O'sha yoshlarga daromad topish masalasida ham juda ko'pchilikni qiynayotgan muammolarni bugun gaplashar ekanmiz. Podkast oxirigacha ko'rishsa foydali bo'ladi. Zapusklarga keladigan bo'lsak, men ishlagan odamlar Avash Tashkent, Otabekka. Otabekka hozir Amerika safariga ketgan. Juda katta zapusklarni Otabek aka bilan qilganmiz. Undan keyingi o'rinda bu Akmal aka, o'zim partnyorim, sherigim. Alhamdulillah. Akam juda katta zapusklarni qilganmiz Akmal aka bilan. Ruxsora M bor, Mili Malimo bor, Sherzod aka bor, Choynak Qopqoq. Undan tashqari yana ko'p insonlar bilan biz zapusklarni qilganmiz. Shu insonlar bilan qilingan zapusklarimiz asosiy qismi. Keyin undan tashqari o'sha kasb markazimizning o'zimiz o'quv markazimiz bor. Bu yerda ham yaxshi zapusklarni qilganmiz. Offlaynda. Zo'r. O'zimiz ham bo'lganmiz. Siz o'zingiz ishlagansiz u paytda. To'g'ri. Bo'lmasam o'sha 1-2 milliardda bitta razbor qilib bersak, Otabek aka bilan qanaqa bo'lgan, Choynak aka bilan qanaqa? 1-2 million dollar razbor qilib bersak. O'z birinchi zapuskim 2023-yil noyabr oyining oxirida boshlangan. Sherzod aka Jalolov bilan bo'lgan. Shu 60 necha ming 770 necha millionmi, 720 necha million bo'lgan. Aniq eslolmayman. 700 nechadir millionlik bo'lgan. O'sha paytda shu $65,000 to'g'ri kelsa kerak balkim. Birinchi zapuskim, bu ikkinchi zapuskim shunaqa bo'lgan. Katta zapuskim bu birinchisi bo'lgan. Birinchi zapuskim o'zi fail bo'lgan. Kim bilan bo'lgan? Ekspert bilan bo'lgan, shaxsiy rivojlanish bo'yicha. Yo'nalish shaxsiy rivojlanish. Shaxsiy rivojlanish bo'yicha bo'lgan. Adashmasam $4,000 bo'lgan. O'shanda ham unaqa minusga kirib ketib, unaqa holat bo'lmagan. Birinchi zapuskim $4,000 o'zini yopadigan zapusk bo'lgan. Zo'r. Men bilganman, birinchisining o'zida minusga kirishimman. Men bunga tayyor bo'lganman. Ya'ni mana shu narsa bo'ladi. Men prosta bundan tezroq o'tib olishim kerak. Ya'ni bu narsani ko'pchilik risk qilish deydi. Yo'q, bu risk qilish emas. Misol uchun biror bir sohani endi boshlayapsizmi? Bu normal holat. Siz boshida fail bo'lasiz. Misol uchun mana o'zingiz agentstva boshlaganingizda ham, misol uchun boshida fail proyektlaringiz yetarlicha bo'lganda adashmasam, to'g'rimi? Agar men adashmayman. Xo'p, birinchi agensiya ochganimizda o'zi proyekt почти yo'q edi. O'shani o'zi fail edi chiqqanimizda. Endi boshqa agensiya bor, proyekt yo'q. Freelancer bo'lib ishlab yurib turganman. To'g'ri. Undan keyin fail proyektlar bo'ladi. Men lekin fail proyektlarga normal qarayman har doim. Bu o'tish kerak bo'lgan bir bosqich deb qabul qilish kerak. Bizda o'sha birinchi zapuskim fail bo'lgan. Undan keyingi biror bir zapuskim xudoga shukr fail bo'lmagan ekan. Ana kuni o'tirib hisoblab chiqdim. 45 jar yoqasida bo'lganlari bor bilamiz lekin. Jar yoqasida bo'lganlari bor, fail bo'lmagan. Endi u proyektlarga ham men o'zim lishni aralashmaganman. Asosan shogirdlarim qilishgan. Shaxsan o'zim nazorat qilgan zapusklarda unaqa holat bo'lmagan. 45.5% zapusklari $100,000 katta bo'lgan ekan. Deyarli teng yarim zapusklarimiz $100,000 katta bo'lgan. Zo'r. Shu insonlar bilan ishlaganmiz. Shunaqa zapusklar qilganmiz. 2024-25 katta zapusklar amalga oshirganmiz. Zo'r. Xo'p, birdaniga zapusklarga kirib ketdik. O'zi zapuskdan oldin qanaqa ishlar qilgansiz va qanaqa o'zi media sohasiga kirib qolgansiz? Qaysi masalan Samarqandliksiz bilaman. Samarqanddan kelib qanaqa media sohasiga kirib qolgansiz? Samarqanddan 2020-yil kelganman Toshkentga birinchi marta. Universitet bahonasi bo'lgan menda. 20-yil kelgan bo'lsam, 2020-yil oktyabr oyida kelganman. Noyabr, dekabr oylarida fast food ishlaganman birinchi bo'lib. Keyin o'sha Najot ta'limda
birinchi kursga borganman, SMM kursiga. Undan oldin ham qiziqib yurganman, SMM sohasini tushunganman, bilardim. Demak, SMMdan boshlagansiz, SMMdan boshlaganman. 2021-yil boshlangan yo'l. 5 yil. 2021-yil yanvar oyida birinchi mani kursim boshlangan. SMM bo'yicha. Majburiy ta'limni o'qigan ekansiz, zo'r. Birinchi ilim o'shda olganmiz. Birinchi o'qish bitirdingiz, birinchi ish joyingizni esla olasizmi? Qanaqa bo'lgan? Birinchi ish joyimni o'sha Najot ta'lim mani ishga joylashtirib qo'ygan, White Line degan o'quv markazi bo'lgan. Bir marta borganman o'zga. Aytganman sizga. Siz borgan. Animatsiya kursi bo'yicha borganmiz. Zo'r. Qanaqa bo'lgan anaqa? Necha oy muddatda ishlagansiz u yerda? 1 yildan oshiq. Qanaqa bo'lgan? 1 yildan oshiq ishlaganman White Line'da. SMM mutaxassisi bo'lib dedingizmi? Fundament o'shda bo'lgan. Ko'p natijalar bo'lgan u yoqda. 1 yildan oshiq ishlaganman. White Line'da SMM manager bo'lib ishlaganman. Katta u yoqda ham shu zapusklar qilganmiz. Menda o'zi butun faoliyatim ta'lim bo'lgan. Birinchi White Line'da ishlaganman. Undan keyin Forte degan bitta o'quv markazi bo'lgan, u yoqda ishlaganman. Undan keyin Sodiq School'da ishlaganman. Undan keyin уже zapusklarga kirib ketib qolganman. O'rtadagi ishlagan boshqa proyektlarim ham hammasi ta'lim bo'yicha bo'lgan. Deyarli 80-90% ta'lim bo'yicha bo'lgan menda. Shu asosan bizda shunaqa. Hozir ham shu sohada biz sohada davom etamiz, ta'lim sohasida. Sizda ham agentство bor, menda ham agentство bor. Shaxsiy brend bozori, agentlik bozori o'zi qayerga qarab ketyapti? Shaxsiy brend qurish yo'nalishi bu men o'ylayman sun'iy intellektga qarab ketyapti. Umuman aytganda, umumiy kartinada men o'ylayman sun'iy intellektga qarab ketyapti. Nima uchun? Sababi mana yaqinda emas, endi taxminan bir 6 oycham bo'lib qoldi. Cloudi ishlatishni boshladim. Ya'ni u ChatGPT emas, Cloudi, ya'ni ChatGPTdagi men hamma daniylarimni o'zimga olib oldim. 2022-yildan beri gaplashar ekanman ChatGPT bilan. Hamma prям daniylarimni 60 mingtadan oshiq list bo'ldi. 60 mingtadan oshiq list o'zimga ko'chirib olib, men o'sha anaqaga yukladim. Notebook LM ga yukladim. Endi Cloudiga yuklashim kerak. Ya'ni o'zim 10% miyam ko'chirib oldim. ChatGPTdan chiqib ketdim o'sha. Hozir Cloudi bilan ishlayman ko'proq. Cloudi juda aqlli yozish boshladi ssenariylarni. Shaxsiy brend bozor qayerga qarab ketadi desangiz, men o'ylayman, oxiri baribir sun'iy intellekt o'tib ketib qolsa kerak, juda ko'p jarayonlar. Va bu zo'r. Qani tasvirlab bera olasizmi? Masalan, men o'zimizda hozir qanaqa bo'lyapti? Agentsiyamizda hozir уже realizatsiyaga kirgizganmiz. Content marketologlar bor bizada. 10 ta atrofda content marketolog bor. 20 ga yaqin loyihaga ular ssenariylarni yozishadi. Ular ssenariylarni yozishda davom etaveradi. Ularni ish protsessida sun'iy intellektni integratsiya qilamiz. Ya'ni ular ssenariy yozish tezligi oshadi. Ya'ni ular oldin 4 ta loyiha bilan ishlagan bo'lsa, endi 8 ta, 10 tagacha loyihani bitta content marketolog o'zi yurg'iza oladi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, endi ularni sifatini tekshirish kerak, to'g'rimi? Content marketolog sun'iy intellekt bilan integratsiyada yozyapti ssenariylarni, bu ish jarayonini tezlashtirdi. Endi u narsalarni sifatini tekshirish kerak. Bu masalada ham biz sun'iy intellektga qaraymiz. Men o'zim shaxsan sun'iy intellektga qarayman, ya'ni o'sha filtrni sun'iy intellekt tasdiqlab bersin. Ssenariylarni tasdiqlab bersin. Bu qiyin protsess. Bu oson emas. Bu misol uchun hozir qilingan strategiyalar bo'yicha birinchi raund bo'yicha biz 30% sun'iy intellektni taxminan tayyorlay olamiz bu narsani. Keyingi raundlarda keyingi strategiyalarimiz bor. 70%, men o'ylayman 80% gacha chiqara olamiz. Va bu ham o'z aslida juda zo'r natija. 80% ga chiqarish bu zo'r natija. 80% ga chiqara oladigan bo'lsak, biz sun'iy intellektga topshirib yuboramiz u jarayonni. Yoki bo'lmasa o'sha team leadlar masalasi qo'yiladi. Team leadlar ham lekin baribir sun'iy intellekt bilan integratsion ishlaydi. Dizaynerlarning ishini deyarli olib qo'ydi deb o'ylayman. Yana bilmadim. Endi kommentariyada yozishni, dizayn sohasini tushunadiganlar yozgani yaxshi bu narsani. Olib qo'ydi emas. Dizaynerlarga ancha yengil bo'ldi. Dizaynerlar endi oldingidek qiynalishmayapti. Dizaynerlar endi sun'iy intellekt bilan integratsionniy ko'proq, yaxshiroq g'oyalar chiqarish olyapti. Men o'zimdagi dizayner mazza qilib ishlayapti, misol sun'iy intellekt bilan. Men ham bundan xursandman. Sun'iy intellekt bilan juda zo'r kreativ narsalar tayyorlab beryapti hozir bizga. Hech kimda o'sha dizaynerni sun'iy intellekt o'rnini egalladi deb bo'shatib olish niyati yo'q. Content makerda ham shunaqa bo'lyapti. Tushunishimcha. Demak, siz ob'yemni ko'paytirmoqchisiz. Birinchidan, ikkinchidan aqlliroq va tezroq ish qilmoqchisiz. Sun'iy intellektni o'sha content maker bilan dizaynerga integratsiya qilish orqali.
tushunishimcha. Bozor Zo'r. shu tomonga qarab ketadi Zo'r, shaxsiy zo'r. brendda. Umuman bu xizmat ko'rsatish tomonlama olib qaraydigan bo'lsak, bozorni o'zi umuman talab qayerga qarab ketadi desangiz, har bir davrni o'zini anaqalari, trendlari bo'lgan. Misol uchun qaysidir vaqtlarda tradinglar trend bo'lgan. Qaysidir davrlarda SMM trend bo'lgan. Blogerlik. Davrda blogerlik, qaysidir davrda logistika trend bo'lgan, qaysidir davrlarda zapusk trend bo'lgan. Hozir ham trend. Da. Endi hozir ko'proq shaxsiy brend Shaxsiy brend, shunaqa shaxsiy bu brend, trendda media. tugashi bor, обязательно bor, lekin bu trend tugashi sistemalashgan, kuchli agentstvalarga nisbatan ishlatilmasa kerak. Shunaqa deb o'ylayman men. Ya'ni ham uni shaxsiy brend agentstvasi bor bo'lgan insonlar buni yozib qoldirsa bo'ladi. Menimcha kuchli tizimlashgan, yaxshi natijalar qilib kelayotgan, portfoliosi kuchli bo'lgan, mijozlarda har doim misol uchun LTV uzun bo'lgan, natijalari zo'r bo'lgan loyihalar bo'yicha agentstvalarda menimcha loyihalarda natijalar yaxshi bo'lgan agentstvalarda menimcha hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Lekin bozorga misol uchun katta pul bor ekan, mana shu sohada shaxsiy brend qilsam katta pul topar ekanman deb kirganlarga, lekin menimcha bozor qolmaydi. Va bozor sekin-sekin tushunib yetishni boshlaydi. Shaxsiy brend orqali hamma muammo hal bo'lmasligini. Chunki haqiqatan ham shaxsiy brend orqali hamma muammo hal bo'lmaydi. Marketing, performance marketing, shaxsiy brend kollaboratsiyada ishlasa, juda ham bu yaxshi natijalarni olib keladi. Menimcha shu narsani sekin-sekin tushunib yetishni boshlaymiz. Sababi Amerika, Rossiya trendlarini olib qaraydigan bo'lsangiz, ular shaxsiy brend qilishadi va o'zini Instagram orqali ishlatgan holatda, prям kuchli marketing strategiyalarini ishlatgan holatda sotishadi. Shu eng ideal variant. Menimcha shunga yetib kelamiz, agar Instagram o'zi yo'q bo'lib ketmasa. Undan keyin trenddan bilmayman. Instagram bor bo'lib turgan vaqt eng peak trend mana shunga yetib borsa kerak. Meni fikrimcha, o'zi shaxsiy brend qurish hozirgi kunda performance marketingga shu kompaniyanikini yaxshilab beradi bir tomondan. Men eshityapman, o'quv markazlarining rahbarlari shaxsiy brendini qilib, shaxsiy brendini qilgani orqali target videoni o'sha target reklamalarini, kreolarini o'quv markaziga yoqib turib, lidlarning narxini arzonroq olishayotganini eshitdim. Bu vashshe zo'r. Vashshe zo'r. O'zi shaxsiy brend, mana shaxsiy brend vazifasi nima? Shaxsiy brend vazifasi bu lid narxini arzonlashtirish. Bo'ldi. Oxirgi natija. Lid narxini arzonlashtirish, konversiyalarni ko'tarish. Tamam. Misol uchun, mendan siz so'rang, nima bilan shug'ullanasan deb. Men zapusk bilan shug'ullanaman, sotish bilan shug'ullanaman. Bitta yo'nalishim agentstva bo'ladigan bo'lsa, agentstvamda men lid narxini arzonlashtirish, sotuv konversiyalarini oshirish bilan shug'ullanaman. Men shaxsiy brend qurish bilan shug'ullanmayman. Tushundim. Meni pokazatelim mana shu yerda. Agar mana shu vazifani bajarayotgan bo'lsam, demak natijam bor, meni mijozim mendan xursand. Shunaqa. Demak, shaxsiy brend aytmoqchilarki, shaxsiy brend qurib, oxirgi natija bizada kompaniyani lidlarini narxini arzonlashtirish, shunaqa bor. Sotuv konversiyalarini oshirish. Shaxsiy brend. Shaxsiy brendda oxirgi natijasi shu. Tanilishmas, podpishka olib kirishmas va shu ular keyingi darajada bular oxirgi rezultatda aytmoqchi. Lekin mana bunaqa narsa bor-da, tanilish masalasida ham bu yerda produktga qaraladi. Masalan, deylik, siz kiyim-kechak sohasida mijozingiz bor, to'g'rimi? Deylik, sizni mijozingiz sotadigan kiyim-kechaklar endi sizda adashmasam B2B, Optimda sotadi. Endi tasavvur qiling, B2C da sotadigan mijozingiz bor. Optim sotadi, misol uchun arzonroq nisbatan mahsulotlar, misol uchun 100 ming so'mlik, 200 ming so'mlik, mana shunaqa mahsulot sotadi. Unaqa paytda nima qilish kerak? Unaqa paytda katta massaga ishlash kerak. Nima uchun? Sizni mijozingiz katta massa. To'g'ri. Ani 18 yoshli boladan tortib to bilmayman 30 yoshli odamgacha yoki 40 yoshli odamgacha bo'lishi mumkin. Segmentlar analiz qilinadi. Katta massa bor bu yerda. Katta massa produkt shunga moslashganmi? Demak, shaxsiy brend ham shunga moslashi kerak. Varonkani kattaroq quraverasiz, iloji boricha o'sha varonka auditoriya segmentiga moslangan bo'lsa, bu zo'r. Tushunayapsiz? Ya'ni siz misol uchun Murod akani ko'pchilik taniydimi? Ha, ko'pchilik taniydi, lekin ularning varonkasi ko'proq misol uchun biznes egalariga moslashgan. Biznes egalarining orasida ko'chmas mulk bilan shug'ullanadigan hamma orasida prям 100% Murod aka tanilgan. Uni hamma bilishadi, lekin borib misol uchun maktab yoshidagi boladan so'rasangiz, katta ehtimol bilan bilmasligi ham mumkin. Bu ham normal holat, ya'ni baribir nisbatan siz o'sha segmentingizga moslanishingiz kerak. Bu muhim. Shaxsiy brend qurishda muhim. Ya'ni segmentga moslashish, undan tashqari yo'nalishingizni ushlash, o'zingiz yo'nalishingiz. Zo'r. Xo'p, keyingi savol. Hozirgi kunda shaxsiy brend quryapsiz, masalan, bir 30 tacha proyektlar bilan hamcha ishlatinglar hozir, bilishimcha. Men shu 4 ta odam bilan ishladim.
qaysi nishada shaxsiy brend bo'sh bozori hali kirib hech kim qurmadi? Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa siz fikr? Qaysi nishada bo'sh demoqchisiz? Da, qaysi nishada? Men o'ylayman, hamma nishada bo'sh. Qaysi Hamma nisha nishada. to'ldi? Qaysi nishani to'ldi deb ayta olasiz? Misol uchun, Xo'p, kiyimchilar bor masalan, men bilishimcha kiyimchilar bor, 3-4 endi ta. siz ham shunaqa deb o'ylaysiz, kiyimchilar balkim Avtoyo'nalishida bor yana. ko'zingiz oldida chiqqandir. Yani. 20 tasi ko'zingiz oldidan chiqqandir, lekin men o'ylayman, bu bilan bozor to'yib qolmaydi. Bizda bitta narsada bizni 40 million aholi bizi va juda katta ro'st bor bizning aholimizda hozir. Misol uchun O'zbekistonda tug'ilish soni ko'p, katta aholi yoshlar. Va bu juda katta bozor deganda o'zi aslida. Ya'ni har yili bilmadim, millionlab yoshlar Instagramga kirib kelyapti. Bu bozorni 20 ta odam to'ldira oladimi desam, men ishonmayman u narsaga. Yosh katta odamlar ham juda ko'p massaviy kirib kelyapti. Instagram hozir hamma kirib kelayotgan prям anaqada nuqta. Hamma Instagramga kiryapti hozir. Men o'shaning uchun o'ylayman, bozorni 20 ta 30 talab kerak bo'lsa ekspertlar baribir to'ldira olmaydi. Misol uchun deylik bilmadim, eng to'yingan ishi misol uchun ingliz tili bozori deb olib qaragan taqdiringizda ham ingliz tilida o'sha zapus qiladigan juda ko'p u ingliz tili. Lekin u ham to'yindi deb ayta olmaysiz-a? To'g'ri. Hali ham o'syapti. Chunki u har yili o'sadi. O'zi biznesda oliy maqsad qo'yishda tugamaydigan maqsad qo'y deyiladi. Nima uchun? Sababi aholi hech qachon tugamaydi. Tug'ilish bor, o'lish borda. Ya'ni sizning missiyangiz ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Sizning missiyangiz oxiriga yeta olmasligingiz kerak-da. Bu bozorni kimdir to'ldira oladi deb men o'ylamayman. Bu istalgan bozor. Men qurilish sohasida ko'p deyishadi. Shaxsiy brendlar ko'payib ketdi deyishadi. Men o'ylayman, qurilish sohasida ham juda katta hali bozor bor. Mana hali kun aytdingiz. Energy bilan yonma-yon quryapsizlar. Hech kim tanimaydigan brend. Qo'pol qilib aytganda, Energy darajasida tanilgan brend emas. Lekin marketingda qanaqa sotuv? Yaxshi, Xudoga shukr. Oyiga 40 plyus sotuv bor. Tushunayapsiz? Ya'ni bozor bo'shmi desangiz, bozor bo'shda. Bozor to'yinib qoldi deb ayta olmaysiz-da. Shunaqa. Men o'zim masalan aynan ko'chmas mulk ishim tushib, misol uchun qidirganimda bilmadim, bir 10 tacha variant chiqdi xolos-da. Misol uchun men o'zimga qiziq bo'lgan, misol uchun ko'p emas variantlar. Bozor na taklif jihatdan, na shaxsiy brend jihatdan hech qanaqasiga to'la deb aytib bo'lmaydi. Bozor to'yinmagan, to'g'ri, lekin qurilish bozorida konkurensiya kuchli. Shunaqa desak bo'ladi. Konkurensiya kuchli-da baribir. Rostdan. Rostdan kuchli. Rostdan kuchli. Bizda mana lead tushsa, lead nari kompaniyani ham eshitgan bo'ladi. Уже eshitib, takliflarini olgan bo'lgan bo'ladi. Keyin mana o'zida ham aytasiz, 10 tacha kompaniya bilan уже anaqa qilib ko'rdim, переговор qilib ko'rdim. Ularda ham shunaqa, mijozlarda ham shunaqa. 10 tacha переговор qiladi va ma'qulini tanlaydi. Lekin qarang-da. Kim yutib chiqadi? Produkt jihatdan emas, masalan, produkt jihatdan yutib chiqadi, shu anaqa qiladi. Men o'ylayman, produkt jihatdan emas bu yoqda. Unaqa emas. Servis jihatdan yutib chiqish kerak. Balki. Men o'zim shaxsan mijoz sifatida servis jihatdan nimadir ko'ra olmadim, qaysilarini tanlash uchun-da, misol uchun. Servis jihatdan juda past. Telefon qilasiz, ko'tarmaydi. Telefon qilasiz, ko'taradi. Bo'ldi, keling deydi, lokatsiyasini tashlab yuboradi, borasiz. Boshingizni qotirib tashlaydi. Sizga kerak emas ma'lumotlar bilan. Yaxshi taklif bermaydi. Mana shunaqa narsa. Men servis jihatdan yaxshilansa, men o'ylayman, juda oson bo'lsa kerak bozorni olish. O'zi umuman olganda baribir talab ham katta-da. Baribir ham talab katta. To'g'ri, hamma aholi kattaligini hisobiga chiqarsiz, lekin baribir talab ham katta-da. Bu ko'rib turibmiz o'zi. Qurilish bozorida talab juda katta massaviy sotayotganlar bor. Hozir bu zo'r. Bozor o'syapti. Bozor rivojlanyapti. O'yinchilar chiqib ketadi, ba'zilari kerak emaslar, masalan, ishonchsizlari chiqib ketadi. Bo'lishi mumkin, misol uchun. Prosta nima deydi? Juda ham oddiy bu bozorda yutib chiqish uchun siz bilmadim, McKinsey'ni borib konsultatsiyasini olishingiz yoki Isaac Aziz qanaqadir terminologiyalarni yoki ularni konsultatsiyalarini biznesingizga tatbiq qilishingiz shart emas hozirgi holatda. Misol biznesingizni unaqa darajada tizimlashtirib, katta kompaniyalardan tajribalar yo'q, unaqa narsa shart emas. Prosta oddiy bitta ikkita ishlarni to'g'ri qilsangiz bo'ldi. Misol uchun hozir deylik zapus qilsangiz bo'ldi. Endi zapus qurilish sohasiga qanchalik to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydi, men unisini bilmayman. Masalan, yoki bo'lmasa prosta mijozlarni yaxshiroq analiz qilib, yaxshiroq taklif bersangiz, yoki bo'lmasa mijozlarni yaxshiroq analiz qilib, yaxshiroq servis bersangiz bo'ldi. Shuni o'zi yetishi mumkin-da. Bu bozorda hozir shunaqa deb ko'raman men.
misol uchun Dubay bozoriga chiqib ko'chmas mulk sal anaqa izlanib ko'rsangiz, voy vashshida shunaqa takliflarni qilishadi Dubay bozorida. 1% takliflari bor, kvartalniy takliflari bor, boshqa boshlang'ich to'lovsiz takliflari bor, boshlang'ich to'lovli takliflari bor. Voy juda ko'pda. Haqiqatan mijoz uchun ular kurashadi. Ularni sotuvlari ham, misol uchun agentstvalar shug'ullanadi, alohida ularni mijozga ko'rsatayotgan servisini ko'rsangiz, vash hayron qolasiz. Shunaqangi servis ko'rsa, gostinitsalarda ham unaqa servis ko'rsa. Kofe, suv, yana anaqa qil, buni qil. Kirib boring bo'ldi. Pulni olguncha, короче, anaqa qiladi. Akam, men adam ham demagan qoladi, adam demagani qoladi. Shunaqa. Zo'r. O'shaning uchun men o'ylayman, ba'zi bir narsalar to'g'rilansa bo'ldi, bu bozor hali bo'sh deb o'ylayman. Yana bilmadim. O'zi marketing anaqasi, endi men hozir aybini aytdingiz, qurilish kompaniyalarini. Bizda qanaqa? Birinchi bo'lib mijozni baribir ehtiyojini o'rganish kerak. Telefon qilgandan keyin savollaringiz bo'lsa, masalan, berishingiz mumkin deydi. O'sha ehtiyojini o'rgangandan keyin taklif berish kerak. Endi bizda ikkita proyekt bor. Qaysi biri to'g'ri keladi u insonga? O'shani to'g'risini masalan aytadi-da, operator ham. Shunisi menimcha to'g'ri deb o'ylayman. Ha, mana. Masalan, deylik, telefon qildim. Masalan, deylik, siz telefon qildingiz qurilish kompaniyasiga. Investitsiya uchunmi o'zingizga ham? Shunaqa. Aytamiz, investitsiya uchun. Zo'r. Menda bitta taklif bor. Shuni sotib olasiz $10,000 siz plyusasiz. Menda mana shunaqa taklif bor. Deng, Qiziq uje. Uje qiziqda, borib ko'radi. Masalan, mana shunaqa takliflarni berish o'zi aslidachi mijozga tanlov imkoniyatini qoldirish kerak emas. Tanlovni mamnaqa bor deb juda ko'p taklif bersangiz ham mijoz qiynalib qoladi. O'ylab o'tiradi keyin. O'shaning uchun tanlovni men o'zim qurilishda tushunib yetgan narsa, mijoz sifatida o'zim tushunib yetgan narsa, uy olmoqchi bo'lgan odamga bitta tanlov berish kerak ekan. Shunaqa. Olmoqchimisiz? Mana mashina oling. Va unga to'g'ri keladigan bo'lish kerak. Ha, zo'r bo'lish kerak. Haqiqatan zo'r bo'lish kerak. Investitsiya uchunmi? Mana mashina oling. Sizga misol uchun olasiz, $10,000 ustida plyus bo'ladi. Misol uchun-da. Yoki shunaqa uylarni olib qo'yish kerakdir, balkim. Yoki bo'lmasa prosta shuni olasiz, 3 oydan keyin narx mamnaqa o'sish tempi bor. Biz mana shunaqa deb ko'ramiz. Bu garant emas, taxmin mana shunaqa. Taxminan $1,300 dan olsangiz, $1,400 ga 3 oydan keyin oshadi. Bu degani sizga 70 kvadratli uy oladigan bo'lsangiz, qo'shimcha $7,000 degani oyma-oyga hisoblaydigan bo'lsangiz, bilmayman qancha, $2,200 dan $2,300 dan tushadi. $2,300 dan har oy siz daromad qilasiz. Degan bitta statistikani bersa, bo'ldi, uje ani mijoz kompotda. Kompot deb bo'lmaydi, muammosi hal bo'ldi-da, uni eng asosiysi. O'zi muammosi hal bo'ldi. Siz ishoning, mana Luboy qurilish kompaniyasiga borib qo'ying, bunaqa taklif berishmaydi. Bermaydi. Hop, Dubay haqida gapirdingiz, qurilish haqida gapirdingiz, endi shu mavzuga kelib qolamiz. Dubayda uy oluvdingiz. Nima bo'ldi Dubayda? Atmen qildim. Sababi birinchi boshlang'ich to'lovlarni to'lagandik, bilmayman. Yaxshigina pul to'lagandik, adashmasam. Endi biz bilganmiz, boshdan aytishgan. Pul to'laysan, mabodo ololmaydigan bo'lsang, puling qaytarib berilmaydi deb. Agar adashmayotgan bo'lsam, keyinchalik borib yana o'sha yerdan olmoqchi bo'lsam, o'sha pulim turibdi. Adashmasam, siz ism familiyangiz bilan. Danni bo'ladi barib. Mabodo olmoqchi bo'lsam, borib olsam bo'ladi. Qanaqa bo'lgan? Qiziq bo'lgan. Dubayga borsangiz, Dubay sizga sotadi-da. Atmosfera. Ha, atmosfera sotadi. Dubayga borganimda o'ylaganman, nahotki men mana shu yerda yashay olmayman degan narsa xayolga kelgan. Ertasi kuni taklif berishyapti bizga. Boshlang'ich to'loviga $60,000 dan, oyma-oy to'loviga $7,000 dan taklif berishgan. Katta summa lekin bu. Lekin lokatsiya dahshat edi. Haqiqatan lokatsiya prям Marina. Pavel Durov Dubai Islandda yashaydi. Dubai Islandda shundoq burchak edi-da. Suvga qaragan. Olganmiz, Akmal aka bilan bittadan olganmiz, to'lovlarni qilganmiz. Keyin endi siz 100% emotsiyada bo'lgan u narsa. Men noto'g'ri qilganman deb ayta olmayman, bu ham yaxshigina tajriba bo'lgan. Toshkentga qaytib kelganman, o'tirganman, matematikani boshlaganman. O'zi raqam o'zingiz bilan o'zingiz kelishgansiz keyin o'tga kelib. O'zi raqam yoqtiraman, kelganman-da, to'xtagin deganman, anaqa matematikasini ochganman. Hisoblab ko'rganman, oylik anaqasi pul tashib berishi 0.5% ham shunaqa to'g'ri kelgan. Umumiy uyi summasi $350,000 atrofida bo'lgan va kvadraturasi 38 mi
40 kvadratmi mana shunaqa bo'lgan studiyniy uy kichkina. bo'lgan juda kichkina bo'lgan bir kishi yashaydigan joy $350,000 uy bo'lgan o'sha boshlang'ich to'lovi 60,000 keyin u yog'i 7,000 8,000 shunaqa aylangan 2029-yilgacha pul to'lanishi kerak bo'lgan voy kvartalniy to'lovlari bo'lgan keyin qanaqadir keyin uni arendaga beradigan bo'lsangiz mabodo oylik tashlab berish $3,500 bera olmaysizda 1%. Bolada 350,000 1%. Endi men taxmin aytayman 300 necha mingdir dollar edi. Anaqalari bor, danilari bor, Gmailga kelgan. $3,500 siz uni arendaga bera olmaysizda. Maksimum berishingiz mumkin bo'lgan summa o'sha 2,000 $1,800 mana shunaqa. Ya'ni 0.5% ga to'g'ri kelyapti oyma-oyda. 0.5% bu juda kichkina sifrada. O'zi passivniy dohod jihatdan 1%, 1%, 1-2%, 1,5% gacha bu ani bozor standarti. Shunaqa. Ya'ni siz $100,000 qayergadir pul tiksangiz, u oyma-oy sizga $1,000, $1,500 berib tursa, bu bozor standartida. Agar sizga 3%, 4%, 5% oyiga bersa, bu katta sifra. Katta. Bizga aytishgan narx o'sish tempi bo'yicha baribir 0.5% san arendadan chiqarsang, buni narx o'sish tempi ham bor. Narx o'sish tempida ham katta protsent bo'ladi deb aytishgan. Endi ochib qaraganimda, xullas men ozgina matematikam chiqmagan. O'shaning uchun olmaganman. Отказ qilganman. Boshlang'ich to'lov taxminan qancha so'm bo'lgan? $60,000 atrofida bo'lgan. 50-60,000, 50. Siz o'zingiz shunaqa to'lov qilgansiz? Yo'q, men boshlang'ich to'lovni to'liq to'lamaganman. Boshlang'ich to'lovingiz ham mana bunaqa. Ikki martalik to'laysizda. Birinchi bronировать qilib qo'yasiz, bron qilib qo'yasiz, keyin уже to'laysiz. Bron qilganimizda shu aniq eslolmayman, $4,000 dan bron qilganmidik? 3,000 mi? Mana shunaqa bron qilgandik. 3,000 4,000 dars bo'lgan ekanda. Ha, shunaqa bo'lgan. Endi u pul menimcha turibdi. Menimcha turibdi. Mabodo qachondir olmoqchi bo'lsak, borib olamiz. Lekin shu Dubaydan kimdir uy olmoqchi bo'lsa, maslahatim ozgina matematika qilish kerak. Keyin balkim arendada turish yaxshiroq variant. Dubayga borib yashasa, mabodo. Ha, arendada turish yaxshiroq variant. Da, menimcha. Men shunaqa deb o'ylayman. Endi Murod aka ham podkastda aytganlar-ku. Endi ularda уже daromad ancha boshqacha va pul bor ularda уже menimcha. Yo'q, ular arendaga olganmi? Dedilarmi? Ha. Veligim turadi o'tda degan gaplarmi? Ha. Arenda degan. Ularda ham demay. O'z mana matematikada, oddiy matematika, har doim hisob-kitob qilish kerak shu. Ular anaqani gapirgan edilar. O'zbeklarning psixologiyasiga tushunmayman, faqat o'zini uyi bo'lish kerak degan narsalarni gapirganlar. Arendada turish normal deganlar-da, xullas. Shu narsani olib chiqqanlar. O'zi aslida normal. Men hozir ham arendada turaman. Men hozir ham misol uchun arendada turaman. Buni men normal deb hisoblayman. Chunki siz juda katta summangizni baribir uyga berib muzlatib qo'yishingiz bu ozgina noto'g'ri narsa. Uy mavzusiga kiramiz endi. Qurilish kompaniyalarini mendan ham so'radingiz. Qurilishda loyihalarimiz bo'lgani uchun. Undan tashqari hozir bitta taniqli bitta kompaniyadan uy sotib oldingiz. Xotini aytib, qanaqa, necha kvadratli, nima loyihadan aytib ketsangiz. Bu hali hech qayerda aytmagandim. Eksklyuziv. Eksklyuziv. Latif aytadi, Jahongir Latif. Eksklyuziv ma'lumot hech qayerda aytilmagan. Usoma Mosiyev deb mana vaqt tashlayman. Aslam Narqobilov uyli bo'ldi mana xudo xolisa. Vahimali uy emas. Ya, anaqa kamtarlik xotira. Yaxshi. Rostdan unaqa vahimali uy emas. Menga yoqqan o'sha proyekt masalan. Murad Buildingni oldim. Murad Buildingni oldim. O'zi xuddi o'sha servis masalasi. Bordim. O'zi to'g'risi uy olish niyatim rostdan yo'q edi. Prям rostdan uy olish niyati bilan bormadim. So'nib qolganda, chunki so'nib qolgan. Ko'p kompaniyaga borganingiz. Ko'p kompaniyaga bordim, juda ko'p kompaniyani ko'raverganingizdan keyin boshingiz og'rib ketadi. Shunaqa. Qaysi birini tanlashni ham bilmaysiz. Ha, men Murad Buildingga borganimdan keyin просто Murad Building yonida Energy bor. Energyga ham kirib, men takliflarni просто eshitmoqchi edim. Просто men eshitish uchun borgandim. Servis. Kirib bordim. O'tirg'izdi. Nima maqsadda? Boshlanishiga yashash qanchadir vaqt. Lekin чисто investitsionniy proyekt. To'g'ri. Qiziqroq menga. Menda bitta taklif bor dedi. Soybo'yi proyekti. Uchtepada. Suv bo'yida. Va anaqa. Bizda hozir $1,500, $1,600 da sotilyapti. Bitta taklifim bor sizga. 1,000 qanchadir dollardan chiqadi. 1,200 dedimi, mana shunaqa. Nimaga desam, sabablari bor ekan, xullas, oldingi odam pul to'lab
keyin boshqa proyektdan sotib olganmi yoki bo'lmasa qanaqadir bug bo'lganmi, nimadir holat bo'lganki, işte u arzon. Просто rostdan arzon bo'lib qolgan variant. Bu variantni 4 kishiga berganman dedi. Sizga beraman dedi. Ertaga kimdir sotib oladi buni dedi. Kimdir ertaga sotib oladi dedi. Qarorni kim tez qabul qilgan odam Tez qabul qilsa o'shanga berib yuboraman. Bu bitta dona uy dedi. Butun boshli proyekt bo'yicha o'shda bilmayman. 1000 ta xonadan tushyaptimi, 1,5 mingta xonadan tushyaptimi, bitta mana shu variantim bor menda dedi. Hozir to'lov qilsangiz bo'ldi. Ustida menimcha plyus bor. Shuna hisob kitob qilib berdi. Taxminan $20,000 atrofida pul bor. Ha, shuni to'lov qilsangiz bo'ldi. 20,000 plyus bor yoqda dedi. 1100 qanchadir dollardan tushdi. 14 milliondan tushdi. Sotilish narxi 17 million turibdi o'zi. Menga 14 milliondan tushdi. Taklif zo'r berdi, servis dahshat. Keyin defitsitni ham zo'r qildi. Cheklangan taklif bitta dona. Hozir qaror qabul qilsa ham bo'ldi. Bo'ldi, oldim sirasi. Zo'r. Tamom. Bu yoqda nima desa, bu yoqda 100% sotuvchi kuchli ishladi. Zo'r. 100% sotuvchi kuchli ishladi, chunki boshqa joylarga ham borgandim. Naqd pulim bo'lib turgan holatda ham sota olmaganlar bo'ldi. Men o'ylayman, sotuvchi kuchli bo'lganligi uchun, bu yoqda servis kuchli bo'lganligi uchun sotuv bo'ldi. Takliflar, misol uchun, hammaga to'g'ri keladigan taklif u sotuvchining qo'lida. Men shunaqa narsani ko'rdimki, istalgan odam kelsa unga taklif bor. Ya'ni unga to'g'ri keladigan. Ha, unga to'g'ri keladigan istalgan odamga taklif bor. U istalgan uyni kuchli tomonini bundoq ko'rsatib berib sota oladi odam. Tushundim. Tushunayapsiz? Ya'ni prezentatsiya jihatdan ham kuchli u inson. Juda kuchli. Juda kuchli sotuvchi. Farhod aka ko'rayotgan bo'lsangiz. Aslanmi, xudo xolasa uy bilan tabriklab qo'yamiz. Kommentariyada. Zo'r. Chisi bu investitsion proyekt. Buni yashash uchun oldim deya olmayman. To'g'ri, yashayman, remont qilaman, yashab turishim mumkin qanchadir vaqt, lekin yashash uchun oldim deya olmayman. Bu investitsion proyekt bo'ldi men uchun. Chunki o'sha juda kuchli taklif bilan olingan uy. Lekin men proyekt oldidan ko'p o'taman. Hokimiyat to'g'risida. Zo'r proyekt. Menga yoqadi shu proyekt masalan. Yo, juda zo'r proyekt, soy bo'yi, endi Farhod suv bo'yida. Anaqa bog'lari ham bor. Kofechi boshqa qilib. Shunaqa. Oilaviy yashash uchun zo'r. Juda yaxshi, hamma lokatsiya atrofida hamma anaqalar bor. Lekin baribir ham endi maqsadlar bor boshqaroq joylardan. Xudo xolasa. Endi men o'zim sentrga moslashganim uchun balkim sal yo chekkaroqdek ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu loyiha men uchun investitsion proyekt bo'ldi. Birinchi investitsiya ham mana shu bo'ldi desa bo'ladi. Xudo xolasa hammamizga bundan yaxshi uylar yana nasib qilsin. Bundan yaxshilar nasib qilsin. Eng asosiysi shu uy olayotganda kuchli sotuvchi bo'lish kerak ekan. Taklifi bor sotuvchilarni topish kerak ekan. Men maslahat beraman hammaga, borib gaplashib ko'rish kerak. Zo'r. Shaxsiy brend bo'yicha menda bitta savol bor-da, Aslan. Sizlarda отказ qiladigan proyektlar ham bo'ladi. Masalan, yurg'izishga ko'zingiz yetmaydimi yoki boshqa sabablar bilan, masalan, shaxs to'g'ri kelmasligi mumkin sizlarga. Bor. Juda ham mashhur odamlar bo'lgan, ularni отказ qilganmiz. Aytish mumkinmi? Hech mumkin emas-da. Mashhur-da. Juda ham mashhur insonlar bo'lgan, biz yurg'izmaganmiz. Qadriyat jihatdanmi yo boshqa masalalar bormi? Qadriyat jihatdan emas. O'zim ko'zim yetmagan. Tushundim. U proyektni yurg'iza olishga, chunki mana bunaqa narsa bor-da. Meni kompaniyam tizimi qayergacha bardosh bera olishini juda yaxshi bilaman. Ular so'rayotgan narsa nimaligini ham juda yaxshi bilaman. Meni produktim nimaligini ham juda yaxshi bilaman. Meni produktimdan boshqacharoq narsa so'ralgan. Meni kompaniyam tizimi bu narsani qilib bera oladim, qilib bera juda ko'p resursim ketadi bu narsaga, juda ko'p vaqtim ketadi, energiyam ketadi. Undan ko'ra boshqa proyektlarni qilib 3 ta 4 ta zo'r. Ikkinchisi daromad jihatdan olib qaraydigan bo'lsa, u proyekt bilan ishlamaslik bizga yaxshiroq variantlar chiqadi. Bu birinchi holat. Endi unaqalar juda kamdan kam. Kam. O'zi aslida bizga shaxsiy brendmi, buni tushunib turib chiqishadi yoki marketingmi bizga tushunib turib chiqishadi. Undan ortiqcha narsa so'rashmaydi. Yoki ikkinchi holat bo'ladigan vaziyatlar bu qadriyatlarga to'g'ri kelmaslik masalasi. Shunaqa holatlar bo'lgan. Taxminan nechta proyekt отказ bo'lgan? 10 tacha bormi? Son 10 taga yaqin desa bo'ladi. 10 taga yaqin desa bo'ladi. Hozir qulog'imga ko'p chalinadi. Shogirdlardan boshqalardan hamma marketing agensiya ochish yoki shaxsiy brend agensiya ochish dardida yuribdi-da. Sizda 20 taga yaqin proyekt bor ekan. Shu rahbar sifatida, shu proyektlarni boshqaruvchi sifatida qanaqa maslahatlar berasiz hozir agensiya ochmoqchi bo'lganligi? O'zi agensiya ochishni tavsiya qilasizmi yo'qmi? Mana birinchi savol. Mana bunaqa narsada zo'r gap eshitganman. Men hozir nima instrument ishlayotgan bo'lsa, o'shani ishlataman deydi-da. Siz ishlatayotgandasizmi shunda shogirdlar? Yo'q, misol uchun agentство orqali hozir yaxshi servis,
bozorga kirib borish, ya'ni siz freelance bo'lib kirib borishingiz mumkin, to'g'rimi? Faqat o'zingizni xizmatingizni taklif qiladi yoki siz full kirib borishingiz mumkin, agentlik bo'lib kirib borishingiz mumkin. Bozorga kirish qaysi biri osonroq bo'lsa, o'sha sistema orqali kirish kerak. Masalan, adashmasam Braziliyada turk soklari juda zo'r sotiladi-da. Va agarda siz made in Braziliya degan sok sotmoqchi bo'lsangiz, bozorga kirishingiz qiyin. Agar siz made in Turkiya degan anaqa bilan bozorga kirsangiz, bozorga oson kirasiz. Tushunamsiz? Ya'ni bozorga kirish masalasi bor. Agarda siz agentstva bo'lib bozorga kirishingiz osonroq bo'layotgan bo'lsa, hozirgi bozor sharoitida demak shunaqa qilish kerak. Bu hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Eng asosiy narsa, siz berayotgan produkt haqiqatan ishlayaptimi? Siz berayotgan produktdan haqiqatan natija olishyaptimi mijozlar? Siz berayotgan produktga haqiqatan o'zingiz kafolat bera olasizmi? Shunaqa. Agar shunaqa bo'lsa, natijasiga ya'ni bo'l qilish kerak. Nima yomon tomoni bor bu narsani? Hozir agentstva formati ishlayaptimi? Bo'l ishlatish kerak, tamom. Hozir zapusk formati ishlayaptimi? Bo'l ishlatish kerak, tamom. Bu o'ylab o'tiradigan narsa yo'q. Prosta bu yerda tezlik muhimda. Tezlik kim tez bo'lsa, o'sha yutib ketaveradi. Ani BTS bilasiz, to'g'rimi? BTS. Pochta. Yaqinda boshladik. BTSga bilan ish boshladik. BTSga bitta savol berdimda. Deylik, men bitta kompaniyaman, byudjetim ham kam emas, ko'p ham emas. Sredniy hisobda byudjetim bor. Bozorga kirib BTSni sindira olamanmi degan savol berdim. Menga shunaqa javob sindira olasan, faqatgina taktik ishlarni mendan tez qila olsang dedi. BTSga. Men siz javob berdim. Agar taktik ishlarni mendan tez qila olsang, BTS sindirasan. Ya'ni bilmadim. Qaysi agentstva sun'iy intellektga tezroq o'tsa, u bozorni egallashi mumkin. Shunaqa. Lekin sun'iy intellektga o'tish uchun agentstvada juda kuchli standartlar bo'lishi kerak. Meni o'zim agentstvam mana endi bu standartlarga javob bera olyaptiki, sun'iy intellektga o'tqish imkoniyati bor. Ko'p agentstvalarda bu narsa imkoniyati yo'q, chunki standartlar bo'lishi kerak. Sun'iy intellekt standartlar asosida ishlaydi. Shunaqa. To'g'ri, sun'iy intellekt bu sun'iy intellekt, ya'ni intellekt bor, unda ham o'ylaydi, u ham fikrlaydi. Degandek ko'rinadi, lekin u standart bo'lmasa ishlamaydi bu narsa. Aniq bu. Yoki bo'lmasa kim siyosiy proyekt tezroq qilsa bozorda, shaxsiy brend bo'yicha yoki bilmadim qanaqadir bozorni keyingi biznes modellarini tezroq topa olsa, u yutib ketadi. Ya'ni taktik ishlarni, strategik ishlarni kim tezroq qilsa, kim amalda tezroq qo'llasa, o'sha yutib ketadi. O'shaning uchun men o'ylayman, agentstva biznesiga kirmoqchimi, ani eng nomer 1 bo'lish mumkin hali. Prosta taktik ishlarni tezroq qilish kerak bo'ldi. Bu ochiq bozorda, bu juda ham bo'sh bozor. Siz ham ko'payib ketdi deysiz-ku. Men ham ko'payib ketdi dirman-ku, lekin bozordagi talab va hali shakllantirilmagan bozor bor. Hech kim hisobga olmaydigan. Hech kim hisobga olmaydigan juda katta shakllantirilmagan bozor bor. Shakllangan bozor deylik 10% bo'lishi mumkin. 10% biznes egalari tushunyapti, shaxsiy brend qilish kerak. Hamma mana shu 10% ga yopishyapti. Balki 90% shakllanmagan bozor va uni shakllantirish mumkin. Uni shakllantirish imkoniyati bor. U bozor, u juda katta potensial bor bozor. O'shaning uchun men o'ylayman, agentstvani bemalol qilsa bo'ladi hozirgi holatda. Zapusklarni bemalol qilsa bo'ladi. Prosta fokus to'g'ri bo'lsa, to'g'ri ilm olinsa, texnika, instrumentlar to'g'ri o'rganilsa, bemalol qilsa bo'ladi. Shaxsiy brend, xudo xolasa, yaxshi ketyapti, menimcha. Zapusklar o'zi qanaqa ketyapti sizda? Zapusk zo'r. Zapusklarni biz shu paytgacha infobiznesda ko'p qilganmiz. Hozir ham qilamiz. Markazda infobiznesda zapusklar ketadi, постоянно. Kasb markazi loyihasida. Da, kasb markazi loyihasida infobiznes bu ham. Va zapusklarni biz asosan hozir loyihalarimizda ishlatamiz. Anaqada agentstvada ishlatamiz. Agentstvadagi mijozlarimizni sotuvlarni qilib berish uchun ishlatamiz. Yoki boshqa loyihalarimizda biz ichki zapusklarni ishlatamiz. Lekin katta zapusklar hali infobiznes bo'yicha prям katta ekspert bilan qilinadigan zapusklarni pakka qilmay turibman, lekin buni ham vaqti bor. Menimcha xudo xolasa tez kunlarda buni ham lekin boshlaymiz. Buni qaytaramiz. Zapusklarni producer sentrda qaytaramiz. Rejada bor, Akmal aka bilan ham ko'p gaplashganmiz bu narsani. Ulgurmaymiz. Prosta ozgina vaqt yetishmayapti. Xo'p. Hozir ulgurmayapmiz deyapsiz. Shaxsiy brendga o'zi ulgurmayapsizlar. Markaz bor, boshqa loyihalar bor. Boshqa proyektlarni marketingini yurg'izib ko'rmagansizlar. O'zingizlarning proyektlarini hammasini qilgansizlar. Nega marketing agentsiyasi ochdinglar?
marketing loyiha ham qo'shdinglar. Marketing agentstvani yurg'izmaganmiz emas, juda katta marketing kompaniyalar qilganmiz. Именно o'sha zapusklarda bo'lgan. O'zi mana bunaqa narsada. Istalgan biznesda marketing bu zapusk. Men shunaqa qarayman. Zapusk turlari bor. Davomiy bo'lish bor. Ya'ni bu уже zapusk deyilmaydi, bu более stabillashish deyiladi. Lekin zapuskda birikta instrumentlarni o'zgartirish orqali stabillashtirish mumkin. Biz bu narsani qilib kelganmiz. O'sha 2,5 milliardlik sotuvlar qilganmiz. 50 kun ichida, 40 kun ichida. Undan tashqari o'sha $100,000, $130,000, $190,000, $210,000 katta sotuvlarni qilganmiz. Undan tashqari o'zimizning proyektlarimiz, kasb markazini marketing noldan qurganmiz. Haligacha ishlaymiz bu sferada. Ya'ni biz marketing bizning fundamentimiz bo'lib kelgan kungacha. Bu bizga yengil emas. Hozir shaxsiy brendini qurayotgan mijozlarimiz ham juda katta qismi bizga marketingni topshirishga harakat qiladi. Shunaqa. Nima uchun? Chunki ko'rib turibdi, qanaqa natijalar bo'layotganini, qolgan loyihalarimizda qanaqa rezultatlar bo'layotganligini ko'rib turishgani uchun harakat qilishadi. Bizani o'zimizga o'zinglar ola qolinglar, o'zinglar ishlay qolinglar deydi. Ishonch ham muhim deb o'tdi. Ha, prosta mana shu o'zimizni proyektimizni marketinglarini hozir olishni boshlaganmiz. Ularni o'zi bilan ishlashni o'zi bizani marketing agentstvasini ham anaqa mijozlarni to'ldirib qo'yadi. Nima sababdan kirdinglar? Bunga kirishimizning sababi shaxsiy brend bilan marketingni biz kollaboratsiyada ishlatadigan bo'lsak, katta imkoniyatlarga ega bo'ladi. Ya'ni 1+1 2 emas, 1+1 11 bo'ladi biz uchun. O'shaning uchun marketing agentsiyani ham boshladik. Yaxshi hozirgi holatda natijalarimizni SMM bo'yicha oldik. Hozir faqat performance marketing tarifimiz bor, full marketing tarifimiz bor. SMM tarif bo'yicha mijozlarni oldik. Natijalar juda zo'r, sotuvlar juda zo'r. Biznes egalari довольны. Natijalardan maza qilyapti, o'sligi ham. 1 oy bo'ldi o'sha. Shunaqa 1 oy bo'ldi. Endi performance marketing bilan full marketingga ham juda ko'p mijozlar hozir qarab turishibdi. Buni komanda naborda biz hozir. Men o'zim shaxsan Terrosa komanda. Men terma komanda qilaman. Zo'r. Sal uzoqroq vaqt ketadi, men komanda yig'ishim uchun. Zato 1-2 yil ishlaydi shular. Yo, 1-2 yil ishlamaydi. Gap qancha vaqt ishlashda emas. Gap qancha vaqt ishlashda emas. Misol uchun men komanda yig'ishimga, misol uchun boshqa agensiyalarda qisqaroq muddat ketishi mumkin. 3 kun, 4 kun, 5 kun ketishi mumkin. Bu normal. Menda lekin 1 oylab vaqt ketib qoladi komanda yig'ishimga. Men chunki bu narsaga juda qattiq qarayman. Chunki biz shuni sotamiz-da. Bizning mahsulotimiz bu bizning ilmimiz, bizning komandamizdagi mutaxassislarning ilmi. Ularga juda qattiq qarayman. Long term bilan o'ylashingiz kerak-da. Misol uchun siz o'zingiz ham qanaqa olasiz, misol uchun? Agentsiyangizga xodim olyapsiz. O'sha aytganingizdek, 1 oy 2 oy vaqt ketadi har doim. Montajyorda ham vaqt ketgan, shunaqa dizaynerda ham vaqt ketgan, shogirdda ham. Shogirdim даже 3-4 oy bitta bo'shatib, 3-4 oy vaqt ham ketdi-da. Bitta bo'shatib anaqa qilganimda. Bitta shogird, ha? Men 2 ta shogird oldim. Bittasi uncha emas edi, o'sha 3-4 oy vaqtda, bittasi 1 oycha ishladi, 2 oycha ishladi, ketdi. Ikkinchisi keldi. Endi hozir уже 3 oydan beri ishlatdi. Keyin pulni hamma ishlarni operatsionka unga topshirganmisiz? Xo'p, ko'tara olyaptimi shu narsani? Ha, masalan, marketing loyihada, qurilish loyihalarida storieslarni, Instagram reelslar, ideyalar, content plan hammasini topshirganman. Qo'yapti, yaxshi, yomon emas. Mana hozir misol uchun sizda nechta 4 tami, 5 tami loyiha? 4 ta. 4 ta loyiha. 3 ta o'zi. 3 ta loyiha. 4-inchisi endi kiradi, shunaqa. 3 ta loyihangiz bo'lsa, bu narsani misol uchun 20 taga olib chiqqaningizda umuman boshqa sistema ishlaydi. To'g'ri. Mana bunaqa narsa borda. Hozir agentstvani men 40+ loyihaga sistemasi tizimini tayyorlayman. 3 talik vaqtida tizim boshqacha ishlaydi. 20 talik vaqtida, 10 talik vaqtida tizim boshqacha ishlaydi. 20 taligida boshqacha ishlaydi. 40 taligida umuman boshqacha ishlash kerak. To'g'ri. Tushunayapsiz? Bu joyda asosiy farq nimada desangiz, asosiy farq komandada. Asosiy farq komandada. Asosiy sizni ishingizni asosiy hal qilib beradigan narsa bu komanda. O'shaning uchun yo komandani kuchli qilishingiz kerak, yo sun'iy intellekt bilan zo'r ishlashingiz kerak. Boshqa iloji yo'q hozir. Zo'r. Hozirgi kunda ana kontent mutaxassislar bilan ko'p ishlaysiz. Montajyorlar bilan ham ko'p ishlaysiz. Ishga olasiz baribir. Shularda qanaqa baryerlarni ko'ryapsiz miyasida? Cheklovlar. Yo'q, havas tez boyib ketmoqchi. Nega? Yo'q, bilmayman, menga ham qiziq shu narsa. Siz ham shunaqa qilganmisiz? Shu yoshda bo'lganda unaqa o'ylaganmisiz? Yo'q. Men unaqa o'ylamaganman. Men tez boyib ketish haqida, men umuman o'zi qachon boyib ketishim haqida ham o'ylamaganman. To'g'risi, rostdan pulni maqsad qilib qo'ygan odam o'sha narsaga erisha olmaydi. Menda har doim nima bo'lgan?
bitta ish qilyapman, top 1% ga qo'shilish nomer 1 bo'lish bo'lgan ichkarida. Bu boshqa hech narsa qiziq bo'lmagan. Pul ham qiziq bo'lmagan. Prosta menga asan eng zo'risan desa taqillatib ishlab tashlagan vaqtim bo'lganda, juda mana shu bozorda e'tirof qilinish, bozorda nomer 1 bo'lish uchun o'sha paytlarda shu narsa uchun harakat qilinganda bizda. O'sha 2021-22-yilda fikr, xayol faqat shunda bo'lgan. Pul uchun ishlanilmagan. Hozirgi bolalarda ko'proq, endi men o'zim kuzatadiganim ko'proq pul topmoqchi faqat. Bo'ldi, siz misol uchun sizda ishlayapti, sizdan kimdir yaxshiroq taklif bersa, bo'ldi, o'tib ketadi. Sekund sodiqlik boshqansa u xayolda-yu. Sekund o'ylamay qiymat berdi. Shunaqa. Sizda nechtasi bor? Misol uchun shunaqalarda. Xo'p, menda ketgan, hozir yo'q. Bor edi lekin. O'tgansiz, ya'ni hozir turganiga ham siz kafolat bera olmaysiz? Yo'q, 100% kafolat bera olmayman. Misol uchun kimdir, misol uchun men hozir yaxshiroq taklif bersam, ketib bo'lishi mumkin. O'zi aslida mana shu temaga ham ozgina kiraylik. Hunting deyiladi bu narsa. Bu biznesdagi eng xunuk odat. Juda ham xunuk odat, hunting qilish. Almashtirish ishi, ya'ni. Yo'q, boshqa odamdan xodim o'g'irlab olish. Boshqaga ko'proq oylik taklif qilish orqali o'zingizga o'tkazib olish bu juda ham biznes etikasiga nisbatan to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu prosta meni eng katta og'riqlarimdan bittasi. Ya'ni o'zim shu xatoni qilgan holatlarim bo'lgan. Meni anaqa kompaniyamizga nisbatan bunaqa bo'lingan holatlar bo'lgan. Hammasi dars olgan biz. Endi hozirgi holatda men 80% xodimlarimga 100% garantiya bera olaman. Ketib qolishmaydi pul uchun. Bizda unaqa odamlar juda kam soni deb o'ylayman. Qaysi birligini bilmayman, lekin men o'ylayman kam. 80% biz bilan birga bitta qadriyat tutib, maqsad yo'lga chiqqan. Yigitlar yig'ilgan, qizlar yig'ilgan. Shunaqa, ya'ni hech qachon kimgadir ko'proq pul berish evaziga tortib olishga harakat qilish kerak emas. Shu narsa sal xunukroq narsa. Tushundim. Bu yerda o'zi bari qadriyatlarni xodimlarga tushuntirishga ham bog'liq-da. Masalan, deylik, ba'zi kompaniyalar bor. Xodimlarga qadriyatlarni tushuntirishga vaqt sarflamaydi. Sababi o'zi nima qadriyatligini bilmaydi. O'zida nima qadriyat borligini bilmaydi kompaniyalar. Endi bizda masalan sizda unaqa bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin, lekin bir xil kompaniyalar bor-da, masalan, kichkina kompaniyalar masalan o'zi bilmaydi hali qadriyatini, boshqasini. Xodimlarga qanaqa tushuntiradi o'zi bilmasa? Shunaqa, endi hozirgi Z avlodda unaqa qadriyatlar bilan ham ishlab turishi sal qiyinroq, to'g'risi. Z avlodga bitta narsa muhim. Endi meni o'zim ko'rishim, adashayotgan bo'lishim mumkin. Men HR bo'yicha, management bo'yicha, boshqaruv bo'yicha kuchli mutaxassisman deb o'ylamayman, lekin o'zimiz tushungan narsalarimiz bor. Taxminan 100 taga yaqin xodim boshqaramiz. Shundan kelib chiqib javob beraman. Z avlod uchun qiziq narsa bu o'sish. Rivojlanish. O'sish, rivojlanish. Chunki u tushunmayapti-da, o'smayapti. Daromad jihatdan o'sish kerak u doim. Lekin o'shanga siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa u daromad jihatdan o'sish kerak doim. Siz qilishingiz kerak bo'lgan ish, sizning vazifangiz o'sha daromad o'sishi uchun u nima qilish kerakligini ko'rsatib berish kerak. Mana shu narsalarni qilgin. Misol uchun 8 million olayotgan joying men senga 10 million qilib beraman. Bo'ldi. Boradi, qiladi. Endichi deydi. Endi 10 million olyapsan. Endi men bu ishlarni qilgin. Bo'ldi. Qiladi. 12 million oladi. Ya'ni mana shu kompaniyada karyerning rost bo'lishi bu eng muhim narsa. Qadriyatlar ham muhim. Bu o'ziga yarasha, buni o'zini o'rni bor. Karyerning rost chizib berishi o'zini o'rni bor. Lekin men umuman kartinada olib qaraydigan bo'lsak, karyerning rost bo'lmagan joyda baribir odam ishlab keta olmaydi, chunki u qadriyat ham mana shu narsaga bog'liqda, tushunasizmi? Misol uchun siz aytyapsiz, butun O'zbekistondagi eng aqlli, eng kuchli biznes egalarining shaxsiy brendini qurib beraman, deylik, bilmadim, 1000 tasini qurib beraman. Menda oliy maqsad shu. Bu maqsadga borish uchun nima bo'lish kerak? Men halol bo'lishim kerak. Mijozimcha hamma ish qilib berishim kerak. Deadlinelarga amal qilishim kerak. Misol uchun doim xodimlarim o'zini ustida rivojlanishi kerak degan qadriyatlarni ishlab chiqasiz, to'g'rimi? Endi bu qadriyatlarga bolalar yursa, nima natijaga boraman deganda, 1000 ta balkim ko'pchilikka qiziq bo'lmaydi, karyerning rost qiziq bo'ladi. Mana shu doim disiplinada ishlayman, doim deadline'ga amal qilaman, doim o'zim ustida ishlayman, doim yangi ilmlarni olaman, doim rivojlanaman. Okey, keyinchi degan joyda siz agar shunaqa qilsang, mana men vazifani senga beraman va keyin oliging menimchaga oshadi degan narsani siz qo'yib bermasangiz, siz bilan
ishlashmaydi uzoq vaqt. Shunaqa zo'r. Bizda shunaqa har bitta pozitsiya uchun karerniy rost bor. Prям har bitta pozitsiya uchun. Zo'r. Qachon qurdingiz bu narsani? Qachon to'liq ishga tushirdingiz o'zingiz? To'liq ishga tushirganim menimcha yarim yil bo'ldi. Yarim yil. Bo'ldi. Zo'r. To'liq o'z kompaniya ishga tushganiga 1 yil bo'ldi agensiya. Umuman kasb ishga tushganiga qancha bo'ldi mana siz bilasiz? 2 yil bo'ldi. 2,5 yil bo'lib qoldi. 2,5 yil bo'ldi. to'g'rimi? Akmal aka boshlaganlariga 3 yil bo'lgan bo'lishi Bu mumkin. zdaniyaga o'tganimizdan hisoblasak, bo'tga bo'lgan 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. May oyida 2 yil bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. Bo'tga o'tganga 2 yil bo'ldi. 2 yillik kompaniya uchun menimcha yaxshi. Zo'r, ha. Yo'q, 6 oy zo'r. Nega hozir yoshlar risk qila olmaydi? Risk masalasini siz o'zingiz ayting. Mana sizga savolim bor. Kasbdan chiqqansiz. Kasbda qancha vaqt ishladik biz birga? 1 yildan oshiq vaqt ishladik, to'g'rimi? 1 yil 2 oymi shunaqa? 1 yil 2 oy vaqt ishlagan bo'lsak, kasbdan chiqib o'zingiz agensiyangizni qurishni boshladingiz. Bu zo'r, men xursand bo'ldim boshida eshitganimda, lekin mana risk qildingiz. Birinchi sizga savol beraman, faqat men gapirmayman. Sizga savol. Risk qanaqa qabul qildingiz? Bunga o'zi nima deb o'ylaysiz? Masalan, qanaqa odamlarda risk qilish qobiliyati kattaroq bo'ladi? Menda risk qilish qanaqa bo'lgan? Men podushka bilan risk qilganman. Bu yerda chiqib ketishimdan oldin oxirgi oyda o'sha kasb markazidan o'sha chiqadigan bo'lib turgan paytim zapusga o'tmoqchi edim. O'zi anaqa bilasiz buni, xabaringiz bor. O'zingiz anaqa qilgansiz buni. O'zi majburlaganman. Ha, majburlagansiz. Shaxsiy brendga menga o'sha loyihalar bering deganimda, loyihalar bering deganimda, o'sha zapusga kiring, yaxshi bo'ladi deganingiz. Xo'p, menda ko'chada o'sha loyiha olib, freelancer loyiha olgan edim bitta. O'tdan $200, $300 daromad qotdim. Oylik anaqa qiladigan, qoplaydigan summani olib, keyin sekin chiqqanman. Endi chiqishim qanaqa bo'lgan? Prям bu yerdan qanaqadir kimdir meni urishgani uchun yo boshqa qanaqadir yomon narsa bo'lgani uchun chiqmaganman. O'sha karyerni rost bo'lmagan. Da, menimcha shunaqa. Men keyingi yo'limni davomini kasb bilan ko'rmaganman-da o'sha. O'sish bo'lganmi desangiz, o'sish qanaqa bo'lgan? Bizda o'nqir-cho'nqir o'sishroq bo'lganda, meni paytim shunaqa bo'lgan. Endi bir daromad ko'tarilgan, bir daromad tushgan. Shuni hisobiga ham balkim menda bo'lmagan bo'lishi mumkin. Masalan, keyin dalsha 1 yildan keyin qayerda ko'ryapsan deganga javob bo'lmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun chiqib ketganman. Chiqib ketishim qanaqa bo'lgan? Chiqib ketishim. Bu yerdan hech qanaqa anaqam yo'q. Kasbdan, sizdan, Akmal akadan. Faqat menga yordam bo'lgan bo'lsa bo'lganki, men masalan bu yerdan kerak bo'lsa qanaqa videoni kesishdan montajgacha qanaqa qilinishi kerakligini o'rganganman. Bu borada qo'rqmasdan ayta olaman. Aniq ustozim Akmal aka va siz Akmal aka ham masalan media sohasi bo'yicha, masalan production bo'yicha ancha kuchlilar. Shu narsalarni menga o'tgan Akmal akadan. Shunaqa deb ayta olaman. Chiqib ketishga sabab shu, o'zim baribir qaysidir ma'noda baribir adam tadbirkor bo'lganlar, menda ham tadbirkorlik bo'lsin degan niyat bo'lganda. Asosiysi baribir pul bo'lmagan. Pulni libo joyda masalan mutaxassis bo'lib turib ham hozir sartarosh ham masalan $10,000 oyiga topa oladi, content maker ham oyiga 10,000 topa oladi. U pul bo'lmagan, asosiysi shu kompaniya bo'lsa, o'zimda xodimlarimiz bo'lsa, birga bitta jamoa bo'lib, bitta kemada suzsak degan niyat bo'lgan. Shuni hisobidan chiqib boshlaganmiz. Boshida proyektlar faqat freelancerda bo'lgan, freelancer bo'lib proyekt olib borganmiz. Sherigim bo'lgan Abdulaziz, unda ham shunaqa freelancer target loyihalari bo'lgan. Keyin bir joyda jamlashganmiz. U ham qanaqa bo'lgan? Qiziq bo'lgan. Telefonimda, bundan oldingi telefonda 14 Pro Max'da Seoul Moon'da borib turib, Tashkent City'da borib turib, ikkalasida syomka qilib kelganman. Unda montajyorimiz bo'lardi shtatda dashi. Shtatda montajyorimiz ham bo'lardi. Montajyor ham olganmiz. Qarang, ofis bilan montajyor ham olgan ekanmiz o'shanda. Ofisga raspotan qilib qo'yganmiz. Endi nima qilish kerak? Proyekt olish kerak o'sha. Proyektlarga chiqdik, 1 2 3 4 ta proyektlarga chiqdik. Proyektlarga chiqqanimizdan keyin anaqa bo'lmadi. Proyektlar bizga anaqa qilmadi. Masalan, pul to'layman boshqa bo'lmadi. Keyin oxiri target yoqishga anaqa qildim. Videoni oldim, montaj qildim, bitta target yoqdim. Lidlar ko'p, lidlar tushdi. Bitta odam Javohir aka o'sha Telegramdan qizib turgan ekanlar-da o'zi, yozdilar. Shaxsiy brend bo'yicha hashtaga anaqa qilmoqchiman, siz bilan hamkorlik qilmoqchiman, qanaqa uslub keladi. Birinchi переговор qildik, ikkinchi переговор qildik. O'sha ishlashni boshlaydigan bo'ldik. O'sha birinchi proyektimiz shu Javohir aka shaxsiy brend yo'nalishida faoliyat olib bordik. O'sha ketdi, keyin ulanib ketiga maktab loyihalari va qurilish loyihalari hozir ishlayapmiz. Shunaqa. Zo'r. Risk
o'zi aslida mana shu narsa risk hisoblanmaydi. Siz risk qilmagan ekansizda. O'zi riskning o'zining qonun qoidasi bor. Deylik, ko'chaga chiqyapsiz. Yosh bola yo'ldan o'tish kerak. Riskmi bu? Yosh bola uchun katta risk bu. Bilmaydi-ku o'tish. U bilmaydi. Endi sizda deylik $100,000 pulingiz bor. $1,000 qatgadir tiqishingiz kerak. O'xshasa $100 pul keladi, $1,000 ga qo'shilib. O'xshamasa hech narsa bo'lmaydi. Riskmi bu? Bu risk hisoblanmaydi. Ya'ni bu risk bu juda kichik minimal darajadagi risk hisoblanadi va buni ko'pchilik risk deb hisoblamaydi o'zi uchun shaxsan. Siz bu yoqda hamma narsani to'g'irlab, sharoitlarni to'g'irlab chiqadigan bo'lsam, mana oylik mani birinchi darajali muammolarimni, birinchi darajali ehtiyojlarimni yopadigan daromadim bor deb turib chiqqan bo'lsangiz, bu sizda hech qanaqa risk bo'lmagan. Mana bunaqa narsada. Buni ham sababi bor-da, lekin bari oila tomonlama mas'uliyatni olgan inson sifatida 100%. buni to'g'rilab qo'yish oilasi bor odam risk ola olmaydi. O'shaning uchun mana bunaqa narsa bor. Istalgan inson, men o'zim aytaman, istalgan yigit kishi, erkak kishi 6 oylik xarajatlarni aniq qilish kerak. Yostiqcha qilib qo'yish kerak har doim. Bu bor narsa bu. Podushka, yostiqcha. Podushka bo'lishi kerak, ha. Bu o'sha Tamila opa bilan ishlagan vaqtimda menga bu narsani o'rgatishgan. Yostiqchang bo'lishi kerak. Ha, moliya bo'yicha yostiqchang bo'lishi kerak. Bu muhim narsa-da, ya'ni siz ham o'sha qanaqadir moliyaviy yostiqchangiz bo'lgan, qo'shimchasiga oyma-oy keladigan daromadingiz bo'lgan, mana shunaqa holatda chiqib ketgansiz va bu o'zi aslida katta risk hisoblanmaydi. Ya'ni risk deb aytishim sal anaqaroq. Moliyaviy yostiqcha bo'lmagan, lekin o'sha keladigan pul joy oylik, masalan, frilanser sifatida. Lekin siz deylik $100,000 bitta proyektga kirishingiz kerak pul bilan. U proyekt o'xshasa, u wow bo'ladi, hamma zo'r bo'lib ketadi. O'xshamasa-chi desa, o'xshamasa siz deylik mashinasiz qolasiz, ofisingiz qolasiz, xodimlarsiz qolasiz, hamma narsangiz qolasiz. Bu riskmi desa, bu seriozniy risk bu. Bu narsani qabul qila oladigan odamlar kam. Shunaqa. Bu narsani qabul qilish o'zi matematik nuqtai nazardan qanchalik to'g'ri desa, men bilmayman. Hisoblab ko'rish kerak, sharoitga, vaqtga, holatga bog'liq. Shunaqa. Lekin prям 50 ga 50 bu dunyodagi eng katta risk. 50 ga 50 riskni qabul qiladigan odam, men bilmadim, miyasida qanaqadir problemasi bor hisoblayman-da. Odamlar aytadi, 50 ga 50, yo unaqa yo bunaqa. Bunaqa riskni qabul qilish mumkin emas. Bu risk ham deyilmaydi, bu tupoylik deyiladi bu narsa. Bu 50 ga 50 bu risk deyilmaydi, bu tupoylik deyiladi. Riskni o'zi statistikasi bor. Adashmasam, ochib ko'rsa ham bo'ladi. 85 ga 15 mi, mana shunaqa atrofda bo'lsa, bu juda katta risk hisoblanadi. Tushunayapsiz? Bu seriozniy risk. Ya'ni siz biror bir proyektingiz 85% holat bilan o'xshaydi, 15% holat bilan o'xshamay qolish mumkin degan joyi bo'lsa, bu juda katta risk. Misol uchun, tradingga kirishadi, misol uchun traderlar qadriyati to'g'ri keladi, kimlardadir to'g'ri kelmaydi. Mabodo qadriyati to'g'ri keladiganlar bo'lsa, men bitta narsani tushuntirib o'tib ketmoqchiman. Trading liniya kelyapti. Yo tepaga ketadi, yo pastga ketadi, to'g'ri? Bu nima bu? Yo o'xshaydi, yo o'xshamaydi. Yo pan, yo propan, 50 ga 50, to'g'ri? Bu risk emas bu. Bunaqa joyga pul bilan kirish, bu bilmadim, juda katta xato bu. Siz nima raqam chiqargan taqdiringizda ham yo u bo'ladi, yo bu bo'ladi, tushunyapsizmi? 50% holatda. Juda katta riskda bu. O'shaning uchun men o'ylayman, 50 ga 50 bo'lgan joy bu juda katta risk. O'sha risk o'zining qonun qoidasi 50 ga 50 bo'lgan joy bu risk emas, bu risk hisoblanmaydi. Bunaqa joyga hech qachon aralashish kerak emas. 85 ga 15 bu juda yuqori high level risk deb hisoblanadi. Agar adashmayotgan bo'lsam, anaqa matematikasi bor edi, tushunishimcha, esimda bo'lsa, kommentariyaga yozib yuborsa hammaga foydali bo'ladi. Shunaqa sifra atrofida. Mana shu narsa risk. Xo'p, siz uchrashishni niyat qilib qo'ygan o'zbek tadbirkorlar bormi? Bor. Hali uchrashmagan. Kimlar? Birinchi o'rinda Jahongir Ortiqxo'jayev. To'g'ri. Birinchi o'rinda nimaga? Nima savollar berarsiz? Birinchi bo'lib. Bu insonni men eshitishim bo'yicha 50 tadan oshiq millionerlarni chiqargan inson. Men ya'ni shogirdlari. Shogirdlarni 50 tadan oshiq millioner shogirdlarni chiqargan inson. Men har doim shogirdlarim bilan maqtanaman-ku. Aslida men sizlar bilan maqtanaman-da. Shunaqa. Ben shogirdlarim shunaqa bo'lishini xohlayman, shunaqa darajaga olib chiqishni xohlayman. Bu narsa bilmadim, insonni missiyalari bo'ladi. Hamma insonda har xil missiyalar. Menda bu missiyalarimdan bittasida bor. Ya'ni
mani shogirdlarim dollarli millioner bo'lish kerak degan missiyalarim bor. Zo'r. Xudo xolasa harakat qilyapmiz, imkon qadar qo'limizdan kelguncha, kuchimiz yetguncha, ilmimiz yetguncha harakat qilyapmiz, lekin bu missiyalarimni уже amalda qilib bo'lgan insonlardan bittasi men ko'raman Jahongir Ortiqxo'jayev. Bu inson bilan o'tirib gaplashgan bo'lardim. Juda ko'p mavzularda gaplashgan bo'lardim. Ularni men har tomonlama juda kuchli inson deb bilaman. Har tomonlama. G'oya HR bo'yicha bo'ladimi, biznes tizimlashtirish bo'yicha bo'ladimi? Bu insonni men biznesdagi istalgan yo'nalish bo'yicha juda kuchli deb bilaman. Ani ustoz bilan gaplashganimizda bitta narsani aytgandilar. Alisher aka. Ha, Alisher Saif ustozimiz bilan gaplashganimizda bitta narsani aytgandilar. Miyani ichini ochib qarasangiz ham menimcha boshqacha ishlasa kerak mexanizm deb aytganlar-da. Ya'ni fikrlash darajasi, o'ylash darajasi, kalibr darajasi umuman boshqa level. Umuman boshqa level. Bunaqa odamlar bilan o'tirib 1 soat gaplashadigan bo'lsangiz, sizga kasalliklar yuqishi boshlaydi-da, kasal bo'lishni boshlaysiz. Qaysi ma'nodaki, siz boshqacha o'ylashni boshlaysiz. Nimadandir noto'g'ri qilyapman degan fikr kelishi aniq. Nimadir noto'g'ri qilib, bunda emas asosiysi. Sizda baryerlar yechilishi boshlaydi. O'zi eng katta narsa mana insonni umrini eng ko'p vaqtini, umrini oladigan narsa bu baryerlar, miyadagi cheklovlar. Miyangizda cheklovlar borki, siz nimadir ish qila olmayapsiz. Miyangizda cheklovlar borki, siz qayergadir borib uchrasha olmayapsiz. Va hokazo. Miyangizda cheklovlar bor, qila olmayapsiz. Bu boshqa hech narsa emas. Aniq narsa bu. U miyadagi cheklovlarni yechish uchun o'sha miyadagi cheklovlarni yechib olgan odamlar bilan o'tirib gaplashsangiz, mana bunaqa narsa bo'ladi. Voy, rostdan shunaqa qilish ham imkoniyati bormi degan narsa bo'ladi, tushunayapsiz? Bo'ldi. Yo'q, rostdan shunaqa haqiqatdan hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Yo'q, rostdan shunaqa qilish imkoniyati bormi degan narsa bo'ladi. Miyada tushunasizmi? Bu eng katta, eng kuchli dars mana shu narsa bo'ladi. Shunaqa. Biz 4 insonlar bilan o'tirib prosta gaplashishingiz o'zi siz uchun darsda. Shunaqa. Men savol beraysiz. Misol uchun siz o'zingiz qaysi sohada kuchliman deb o'ylaysiz? Xo'p, men siz meni shogirdimsiz, men bilaman. Men tez va sifatli kontent yarata olaman deb o'ylayman. Nimaga bilasizmi? Chunki men o'zim maqtash emas, men miyam boshqacharoq ishlaydi deb o'ylayman. Dangasaroq miya, ozgina. Dangasaroq deganda qanaqa? Ideyani olayman-da, olib, bu ham tajriba bilan kelar ekan, lekin shuni aytib qo'ymoqchiman. Maqtanish emas. Tajriba bilan kelar ekan. O'sha kasbda ishlayotgan paytlarim bu. Masalan, 3 oy, 4 oydan o'tgandan keyin, oldinda yurgandan keyin keldi. Bitta kontentni ko'rib, bu yoqqa o'zimni sohamga yo'naltira olaman. Shu taraflarimni hozir, shu taraflama menda hozir kuchli jihat deb o'ylayman o'zimni. Undan tashqari bu hayot yo'limda ham qo'l kelyapti. Ko'p narsada. O'zi kasb profili sizni qo'lingizga tushganda qancha obunachi bo'lgan? 22 qotib ming. qolgan bo'lgan. 22 mingda qotib qolgan profil bo'lgan. Siz nechtaga olib chiqqansiz? Xo'p. 70 mingtalarga olib chiqqansiz. Shunaqa. Men 2 oy ishlaganimda 25 ming plus bo'lgan. 2 oy ishlaganimda 25 ming plus obunachi kirib bo'lgan edi. Bitta reelsim orqali 12 mingta kirgan kasbga. Tutorial Javohir bilan. Kech olgansiz o'shani endi. Misol uchun bu ham misol uchun bu o'zi aslida hamma ham ishlata olmaydi bu. Bu ham bir qobiliyat, ya'ni ko'radi, analiz qiladi, o'sha narsa bu yoqda o'xshashini oldindan sezadi, o'sha narsani qiladi. Bu natijaga tez olib boradigan narsada, blur o'ynaysiz, blur o'yinda bitta knopka bo'ladi, bitta bo'lsangiz etib oldinga uchirib yuboradi. Xuddi shu narsani odam o'zini hayotida tushunishi kerak, qaysi jabhalarda ishlashini, qaysi ishni qilsam, mana shunaqa chuf etib uchiradi meni. Sizda o'sha ish bo'lganda, o'sha ishni topib olsangiz bo'ldi, ketaveradi. Mana shu ish qilaman, bo'ldi, ketaman degan narsa. Uni qayerdan o'rganiladi desa, u faqat analiz qilib topiladi-da u narsa. Men yana bitta narsani o'sha yerda tekshirganman profilda. Pastroqqa tushganimda tutoriallar yaxshi prosmotr bo'lganda, hech kim uni ishlatmayotgan bo'lgan dalish. Men olganman, bu yoqda imkoniyat bor, Javohir bor. Yaxshi o'shanda Javohir katta yordam qilgan menga. Atnulli dasta. Da, eslab ketamiz Javohir. Alaysiz. Keyin birinchi kelganimda kuchli jihatlari endi ozgina maqtab olaman, ozgina. Birinchi kelganimda iPhone 7 Plus'im bo'lardi o'sha payt. Akmal akani Cobalt oldi, bitta aniq bilmayman, iPhone 6s yoki
iPhone 6s bilan nechidir telefon yoki 7 yoki iPhone 6s bilan nechidir telefonni battlni qilganlar-da. Pastda qilganlar, Neos tagida shundoq. Biz bunyodkorga chiqib qilganmiz iPhone 7 Plus bilan 14 Pro ni battlni. Sayt bilan Jamshid qatnashgan. Menda 7 Plus bo'lgan. O'shani ham ideyasini qilganman. Hozir menimcha 2 millionga qarab ketgan. O'sha payt 1 million 200 prosmotr bo'lgan edi. Qo'yishimiz bilan pachti. Menimcha bozorda yaxshigina hype ham bo'ldi. Da, u bizdan ham ko'chirib tashlashgan. Shunaqa bo'lgan. Haligacha menimcha o'sha kim battle qilsa o'sha mashinadan chiqqan g'oya degan. Akmal aka qilganlar uni, lekin keyin ishlatishmayotgan bo'lgan. Tipa bitta o'sha kuni kelishim bilan o'sha loyihaga o'tishim bilan aytganman, mana shunaqa qilaylik, menda 7 Plus bor. Sayt ham o'sha yerda o'tirgan bo'lgan ofisda. Qilganmiz. Bitta bam etgan. Birinchi kontentimiz o'sha uchgan kontentim o'sha bo'lgan. Kasbda. Benchmark analitika o'sha profil bo'yicha qilish kerak. Birinchi o'rinda profil statistikasi o'rganiladi. Benchmark analitika shu, ya'ni o'z content marketingni asosi shuda. Analizda. Analiz deganda bu plagiat emas, bu ko'chirish emas, bu analiz, raqam. Ya'ni qanaqa turdagi g'oya ketyapti? Mana bu turdagi g'oya ketyapti. Shu tur bo'yicha juda ham ko'plab vetkalar bor, g'oyalar bor. Istalganini olib qilsa ham potensial prosmotr olish ehtimoli kattaroq. Keyin ko'chirish ham Akmal akadan ham ko'p eshitganman, ko'chirish va boshqa katta tadbirkorlar ham aytadi bu narsani, biznesmenlar. To'g'ri, tadbirkorlarniki tushmasligi mumkin, lekin Akmal akaniki masalan content yo'nalishida yurganlar uchun tushishi aniq. Hamma narsa o'sha yaratib bo'lingan. Hech qanaqa narsani sen o'tirib olib bir kunlab, 2 kunlab o'ylab yaratishing shart emas. Bor narsani prosta to'g'ri joyda to'g'ri ishlatishni bilish kerak. Shu taraflama bu menda masalan ishlata olaman. Masalan, qurilishda ham ishlataman, javohirga ham ishlataman u narsani, masalan, ideyasini olib. Bu ham lekin tajriba bilan keladi. Shu aytganimdek boya. To'g'ri ko'chirish ham bu mahorat, to'g'ri joydan, to'g'ri holatda. Kommentariyaga kirib, ko'chiribsanlar-yu deb yozib tashlasa, demak noto'g'ri ko'chiribsiz. Agar odamlar bilmasa, demak to'g'ri. Pachti unaqa video bo'lmagan. Bitta bo'lgan bo'lishi mumkin. U ham qaysidir o'quv markazidan o'sha trend bo'layotgan narsa olingan kasb profilida. Lekin shu paytgacha ham qaysi loyihada ishlagan bo'lsam, ko'chirgan degan narsani bo'lmagan unaqasi. Kerak bo'lsa hozir mana kiyim bozorida biz Javohir aka bilan 10 oy ishlagan bo'lsak, 10 mingta podpishchik xudo xolasa bo'ladi. 10 mingta podpishchikka kerak bo'lsa bizdan ko'chirishadi. Shu kiyim sohasidagi bizdan ko'chirishadi. Shu biz bozorga trend olib kirib beramiz. Endi u yerda Javohir akani ham katta hissalari bor. Masalan, menga kiyim sohasini tushuntirganlar, boshqa qilganlar. Aslan bilaman 23 yoshdasiz, 24 ga qarab ketyapsiz. Nega hali ham uylanmadingiz? Harakat bor. Harakat ko'rmayapman men lekin. Mana bunaqa narsada. Nimaga desiz, sabab bu ish. Ish ko'pligi. Endi qaysidir vaqtda bizni qizlar bilan yurib yoki o'sha narsaga vaqt ajratmaganmiz-da. Faqat o'zimiz ustimizda ishlash, o'zimiz ustimizda rivojlanish, sharoit qilishga bor fokus qaratganmiz. Endi men bu narsani noto'g'ri ham demayman. Shuning uchun ham hozir shundasiz. Shunaqa bo'lishi mumkin balkim. Ya'ni biz bilmaymiz, lekin asosiy masala biz vaqtimizni faqat ishga qaratganmiz-da. Chunki siz ham men ham ikkalamiz tengdoshmiz. Bizda fokus boshqacharoq bo'lgan. Bizda fokus ko'proq mas'uliyatga yo'naltirilgan. Biz ana ko'chada yurib, unaqa narsalarga e'tibor qila olmaganmiz. O'shaning uchun balkim ozgina kechroq, balki ozgina sekinroq bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin men o'ylayman, juda unaqa kech emas, unaqa sekin emas. Rejada bor. Vaqt soati kelganda sekin bo'ladi. Vaqt soati kelganda o'zi bo'ladi. O'zi vaqt soati kelib bo'ldi. Rejada, reja bo'yicha ketyapti. Orqada qolib ketmadik. Deadlinelar joy-joyida ketyapti. Bu qiyin narsa. Bitta narsa aytib o'tib ketmoqchiman. Mana shu joyda ko'pchilik keraksiz bo'lgan, foydasi yo'q bo'lgan, umuman o'zi men o'ylayman отношенияni o'zi bu noto'g'riroq narsa qadriyat jihatdan. Keraksiz bo'lgan mana shu отношенияларga vaqtini ko'p ketkazib qo'yadi. Bu vaqt qaytib kelmaydi. 23 yoshgacha soha o'rganish kerak deb hisoblayman men. Bir sohada kuchli mutaxassis bo'la olsangiz, 23 yoshingizgacha siz nimagadir erishdingiz. Siz keyin qolgan masalalarni, uylanish masalasini balkim 1 yilda hal qila olasiz. Shu narsaga fokus. To'g'ri.
ko'pchilikda mana shunaqada, misol uchun mana ko'chaga chiqdingiz, ketyapsiz, misol kechki payt, bilmadim, parkning yonidan o'tyapsiz. Terilib turadi-da, mana shu qattorasiga turadi-da, tushunamizmi? Anaqa bir-biri bilan yopishib, qattorasiga turadi-da, mana shu bir-biri bilan o'tiribdi. Bu qiladigan ish yo'qmi deb o'ylayman-da men bularni. Nima bo'lgan bularga? U hozir u qilish kerak bo'lgan ish, borish, bitta sohani o'rganish. Nima bo'ladi ertaga? U misol uchun deylik, hop, oilani ham qurdi. Nima bo'ladi? O'tiradimi bir-biriga qarab? Qattan pul keladi. Kim u oilani boqadi? Kim u mas'uliyatni bo'yniga oladi? Bu juda qiyin narsa. Farzand bo'lsa ertaga undan ham qiyin. Voy, vahshiy dabdalasi chiqadi. Vahshiy dabdalasi chiqadi. Men farzandli bo'lgan odam emasman. Men taxminan bilaman u yoqda qanaqa xarajat borligini. Bu oila mas'uliyati bor. O'zini men o'ylayman 23 yoshgacha qizlar bilan gaplashib, vaqtini o'tkazib yurgandan ko'ra 23 yoshgacha soha o'rganish kerak. Kuchlilar qatorida top 1%, top 10% qo'shilish kerak. Ana undan keyin 23 yoshdan keyin o'zini oilasi bilan chet elga borsin, sayohatlar qilsin, o'zi xohlagan, o'zi orzu qilgan hayotni yashasin, o'sha fundamentni 23 yoshgacha qursin. Men shunda tarafdorman. To'g'ri. Lekin hozir 90% yoshlar boshqacha ish qilyapti. Teskari qotchin. Teskari ish qilyapti. Menimcha bu noto'g'ri. O'zi qadriyat jihatdan ham bizani fundament, qadriyat boshqa jihatdan ham. O'zbeklarning qadriyat jihatdan ham bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Bu narsaga vaqt ajratish, fokus ajratish noto'g'ri narsa deb o'ylayman. O'sha 23 yoshgacha bo'lgan davr demoqchisiz, fundament qurish davri. 23 yoshgacha bo'lgan davr bu bosib ishlab, nimanidir o'rganib, nimanidir o'ziga isbotlaydigan davr. Shunaqa. Tushunamsiz? Mana eng katta kapital, misol uchun kapitalni ko'pchilik nima bilan o'lchaydi? Pul bilan o'lchaydi, mashinasi bilan, ko'chmas mulki bilan yoki qimmat soatlari bilan, tillalari bilan va hokazo o'lchashadi kapitalni, to'g'rimi? O'zi aslida eng katta kapital bu bilim. Bu kapitalni siz vaqtingizni ketkazib olasiz, tushunasizmi? Resurslaringiz ichida eng qimmatlisi bu vaqt. Ya'ni bilim olmoqchimisiz, sizga vaqt kerak. Qancha pulingiz bo'lishi ham sal ikkinchi darajaliroq narsa. To'g'ri, bilimni pulga sotib olsa bo'ladi, lekin bu vaqt uni amalda qo'llab ko'rish, mantig'ini tushunib yetish uchun bu vaqt talab qiladi u narsa. Siz misol uchun deylik, uy olmoqchi bo'lsangiz, pul kerak sizga bo'ldi. Men bu pul bo'lishi uchun ham bilim kerak. Bilim, o'shaning uchun aytib, bilim eng qimmat kapital. Bilimga vaqt ketkazish va bilimni yetarlicha kapitalni yig'gan odam ertaga bilmadim, kambag'al bo'lib, qashshoq bo'lib qolishi men o'ylayman sal qiyinroq narsa. Pul bilan sotib olmaydi. Rizqimiz yozgani bo'ladi, nima yozilgan bo'lsa o'sha bo'ladi, lekin menimcha ilmi kuchli bo'lgan inson ko'chaga chiqib tilamchilik qilishi bu qiyin edi. Juda qiyin narsa deb o'ylayman. Shunaqa. O'shaning uchun nimaga uylanmagansiz desangiz, bilim kapitalini yig'ishga asosan vaqtimiz ketkazganmiz. Bu to'g'ri bo'lgan. To'g'ri. Shu paytgacha ham nechta shogird chiqargansiz? Shu paytgacha 20 tadan oshiq. 20 tadan oshiq shogird. Bir ham shogird desa bo'ladiganlar-da. Ha, bu yonimda yurgan, kamida 4 oy, 5 oy yonimda yurib, o'zim noldan tushuntirib, sohani o'rgatib, tarbiyalagan shogirdlarim 20 tadan oshadi. Xudo xohlasa bir niyatim bor. Hammanglarni bitta joyga yig'ishim kerak edi. Har doim kelasizlar. Kimdir taniydi, kimdir tanimaydi, shunaqa bo'lib ketib qolganda, 20 tadan oshib, har doim kelasizlar. Hammanglarni bitta joyga yig'ib, bir-biringlar bilan tanishtirib qo'yish rejamda bor, xudo xohlasa. Mana shu yoz oylarida shuni tashkillashtiramiz. 20 tadan oshiq shogirdlarim bor. Men shogirdlarim mana ertaga farzandli bo'lasiz-ku. Ko'pchilik o'zini farzandiga proyektdek qaraydi. Bu yomon emas, bu yaxshi. Ya'ni uni rivojlanishi, uni o'sishi, uni har doim nazorat qiladi, uni pokazatellarini o'lchab boradi, qaysi tomonlama kuchli ketayotganligini nazorat qiladi, o'sha tomonga ko'proq yo'naltirishga, imkoniyatlar ochib berishga harakat qiladi va hokazo. U proyektdek qaraladi. Men ham o'zim shogirdlarimga proyektdek qarayman. Men har doim o'zim o'ssam, men ularni ham o'stira olaman-da, doimiy ravishda. Ko'pincha maslahatga kelishadi, so'rashadi, nima qilayotganini, muammoga kirib qolsa, qanaqa yechim qilish kerakligini, maslahatini so'rab kelishadi. Har doim qo'limdan kelgan hamma imkoniyat bilan men yordam berishga harakat qilaman. Shogirdlarim men uchun nima deydi,
eng muhim bo'lgan hayotimdagi proyektlarimdan bittasi. Har bitta shogirdim. Men uchun shunaqa. Shogirdlarim bilan men faxrlanaman. Уже hozir. Va уже hozir shogirdlarim bilan faxrlanaman. Bu boshqacha tuyg'u baribir. Mana o'zingizda ham shogirdlaringiz bor-ku, to'g'rimi? Siz men shogirdimsiz. Sizni nechtadir shogirdlaringiz bor. Bu muhimlik jihati ham nimadaki? Ilm bu men uchun juda ham go'zal ehsonda. Men sizga beraman u ilmni. Siz mana aytyapsiz, ikkita shogirdim bor deyapsiz. U ikkita shogirdingizga bergansiz. U bolalar ham 4ta shogirdingiz bo'lgan ekan. U bolalar ham qaysidir kun kelib o'zini shogirdi bo'ladi. Ya'ni qaysidir bir insonni nimadir natijaga erishishiga siz sababchi bo'lib qolayotganingiz bu juda ham katta baxtda. Baxt nima desangiz, ana shogirdlaringiz erishayotgan natijasini ko'rib turib, men o'zimni shunaqa shogirdlarim erishayotgan natijasini ko'rmasa qilaman. Mana shu narsa men uchun baxt. Ular oilasiga non olib kiradi, ular misol uchun mashina sovg'a qiladi adasiga, ular uy oladi, ular bola chaqali bo'ladi. Nimadirlarga erishadi-da ertagacha. Siz bergan 2 dona ilm evaziga, 2 og'iz so'z evaziga bo'lishi mumkin-da shu narsalar balkim. Bundan ortiq ham nima bo'lishi mumkin? Xuddi shunaqa mana bugun shogirdim adalariga Kia Sonet sovg'a qildi. Men xursand, o'zim olgandek xursand bo'lib ketdim. Mana xursand bo'ldim nega? To'g'rimi? Misol uchun boshlang'ich to'lovini to'lab sovg'a qilgan. To'liq to'lovini to'lamagan hali. Lekin sovg'a qildi-da o'sha narsani. O'sha narsani sovg'a qildi. Oldindan rejalashtirgan, adasi ham bilgan u narsani, boshqa bo'lgan taqdirda ham o'sha pulni balkim bilmadim 50% ni to'lagan, 60% ni to'laganmi, nechadir foizini to'lagan taqdirda ham-da, baribir o'sha adasiga sovg'a qildi-da o'sha narsani. Nima bo'lgan taqdirda ham o'sha adasi, o'g'lim sen olib berding shu narsani deb faxrlanib yuradi-da. Biz ham bu yoqda faxrlanamiz. Shunaqa. Zo'r. Mana shunaqa, ya'ni ilm bu juda go'zal ehson. Shogirdlarni imkon qadar ko'proq qilish kerak, shogirdlarni imkon qadar o'stirish kerak. Jamiyatga siz o'tkaza oladigan ta'sirlaringizdan bittasi mana shu narsada. Siz o'zingiz mahsulotingiz bilan biznes egalariga xizmat ko'rsatib, biznes egasini ko'proq daromad topib, ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Siz shogird tayyorlab, o'sha shogirdlar ertaga jamiyatga chiqib, sizni ilmingizni boshqalarga tarqatib, boshqalarga o'sha ilm orqali xizmat ko'rsatish orqali ham jamiyatga foyda keltirishingiz mumkin. Mana jamiyatga qanaqa foyda keltirasiz? Mana jamiyat qanaqa rivojlanadi? Mana shunaqa narsada, ya'ni bu narsani ustozlar ko'rib turgan bo'lsa juda ham bilsa kerak. Juda ham boshqacha baxt bu. Ertaga hali 4 ta shogirdingiz keladi oldingizga. Ustoz, men bunaqa narsa qilib keldim deb yig'lab maza qilasiz o'sha paytda. Shunaqa, ko'zingizga yosh kelib, yig'lab ani muvaffaqiyat degan narsa-chi hamma uchun har xilda. Muvaffaqiyatni o'zim men qanaqa ko'raman? Siz erishmoqchi bo'lgan narsaga erishishingiz. Tushunasizmi? Erishmoqchi edingiz, erishdingiz. O'sha siz uchun muvaffaqiyatda. Men shunaqa ko'raman. Meni muvaffaqiyatlarimdan bittasi, men erishmoqchi edim ko'plab shogirdlarimga, bu shogirdlarim jamiyatga chiqib qanaqadir foyda keltirishiga va qaysidir ma'noda erishyapman, shu yo'ldaman. Zo'r. Men o'zim muvaffaqiyatliman deb o'ylayman. Aynan bu jihatdan men muvaffaqiyatliman. Shogirdlar jihatdan. Juda ham baxtim chopgan shogirdlar jihatdan. Juda ham zo'r yigitlar meni shogirdim. Kelajagi prям porloq bolalar. Ertaga hozir ham men ular bilan faxrlanaman. Ertaga juda ham katta natijalarga erishadigan bolalar men shogirdim. Uni bilaman men. Xolos. Sizlar bilmasligingiz mumkin, lekin men bilaman. Zo'r. Qarang, nega aynan Akmal Abdullayev bilan sherikchilikni tanlagansiz? Tanlamaganman men. Tanlamagansiz? Yo'q, Akmal aka ham men tanlamagan. Bizni mana o'zi sherikchilik uzoq vaqt davom etish uchun ba'zi bir narsalar bo'lishi kerak-da. Ya'ni sherikchilik uzoq davom etish uchun ikkita sherik bir-birini to'ldirish kerak. Shunaqa. Mana shunaqa deb o'ylayman. Agarda sizni sherigingiz siz uchun qiziq odam bo'lmasa, uni qilayotgan ishlarini o'zingiz ham qila olsangiz, yoki bo'lmasa u berayotgan fikrlar sizga yoqmasa va hokazo, mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, sherikchilik uzoqga bormaydi. Vazifalar masalasi taqsimlanishi. Biz Akmal aka bilan 2,5 yildan beri sherikchilikda ishlayotgan bo'lsak, buni asosiy sababi biz bir-birimizni to'ldirib kelganmiz. Shuning uchun biz doimiy, davomiy sherikchilikda davom etyapmiz edi. Masalan, qaysidir joyda
Akmal aka meni поддержка qiladi. Shunaqa. Vazifasi emas. Qaysidir joyda men Akmal akani поддержка qilaman. Meni ham vazifam emas. Bizda eng katta narsa bu sani ishing-ku, meni ishim emas-ku degan narsa bo'lmagan. Bizda unaqa narsa bo'lmagan. Biz har doim shu biznes bizaniki, o'zimiz pul tikkanmiz, o'zimiz noldan ko'targanmiz, shu biznes uchun qilamiz hamma narsani deb ishlaganmiz. Misol uchun. Va bu ani ishi edi-yu, men aralashmayman bu narsaga, bu meni vazifam emas degan narsa bo'lmagan. Biror marta bo'lmagan. Biz har doim harakat qilganmiz, kompaniyamiz yaxshiroq natijalarga erishish uchun, kompaniyamiz kattaroq daromad qilish uchun. Chunki kompaniyangiz ko'proq daromad qilsa, ertaga siz xodimlaringiz shu orqali ro'zg'ori tebralanadi. Mana shunaqa. Sizda imkoniyatlar ko'proq bo'ladi yaxshilik qilishga masalan. Shunaqa. Sizda imkoniyatlar ko'proq bor. Keyin katta loyihalar hech qachon bitta odam tomonidan qilish imkoniyati yo'q. Misol uchun mana kasb. Men bir o'zim qilganimda bunaqa qila olmagan bo'lardim. Yoki Akmal aka bir o'zi qilganda bunaqa qila olmagan bo'lardi. Bizda birlashganimiz uchun, chunki bu yoqda nima ishlar bo'lganini biz bilamiz-da. Bu nima ishlar bo'lganini siz ham bilasiz. To'g'rimi? Qaysidir proseslar bo'lgan, ularda men bo'lmaganimda bo'lmasdi-da shunaqa. Ya'ni ichigacha kirib, kechasi bilan qolib, ertagacha uxlamasdan ishlagan vaqtlarimiz bo'lgan. Qaysidir proseslar bor, Akmal aka bo'lmaganda bo'lmasdi u narsalar. Tushunasizmi? Ya'ni ikkita tomon bir-birini to'ldirgan, bir-birini поддержка qilgan, bir-birini imkoniyatlardan maksimal darajada 1+1 2 emas, 1+1 11 bo'lganda. O'shaning uchun biz tez rivojlanganmiz. 2 yillik kompaniya uchun bu katta natija deb o'ylayman. Bizda chunki 100 taga yaqin xodim bor. Aynan bizning sferada 100 taga yaqin xodim degan bu katta kolleksiya. Katta raqam bu. Shunaqa deb hisoblayman. O'shaning uchun sherikchilikda to'g'ri qilish, sherikchilikda hamma ham tushunmaydi. Sherikchilikda boshqacha baraka bor. Juda ko'p sezamiz bu narsani. Men ham sezaman, Akmal aka ham sezadi. Sherikchilikda ikkalamiz borgan joy hal bo'lib ketadi. Ikkalamiz biror bir joyga borsakchi, juda katta baraka bo'ladi. Shunaqa bizda ham shu. Bor narsa-da bu uchun. Bizda ham shunaqa lekin. Sizda ham shunaqa mana. Sizda ham sherigingiz bor-ku. Ikkalanglar bitta joyga borsanglar, bitta muammoni hal qilishga borsanglar, o'zingizlar kutgandan zo'r bo'ladi. Shunaqa. Tushunasizmi? Yoki bir joyga nimadir ish qilish uchun borsanglar, переговор o'tkazish uchun boshqa narsa o'tkazish baraka boshqacha bo'ladi-da, tushunasizmi? Shunaqa to'g'ri aytasiz. Sezganman. O'z umuman xodim olayotganda ham mana shunaqa barakasi bor insonlar bilan ishlashga harakat qilish kerak. Men o'zim mana Otabek aka bilan ishlaganman, ko'p insonlar bilan ishlaganman. Juda barakasini his qilganman. Mana qo'shib beradi-da ularnikini ham, ya'ni shunaqa demoqchi. Общий masalan. Shunaqa. Ya'ni barakali insonlar bilan ishlasangizchi, buni mazasi boshqacha. Oilasi bor, oilasining mas'uliyati bor bo'lgan insonlarda baraka beriladi ularga. Shunaqa. Ularning barakasi sizga beriladi. Siz orqali o'tish kerak. Tushuntira oldimmi? Ya'ni mana shunaqa o'tib ketiladi, lekin mana shu joyda bitta narsa bor. O'shani vaqtida egasiga yetkazishni bilish kerak. Agar yo'lda qisib qolsangiz, vaqtida egasiga yetkazmasangiz, u ertaga sizga emas, boshqachasiga yetkazishni boshlaydi. O'shanda sizning barakangiz kesilib ketib qoladi. O'sha narsaga ehtiyot bo'lish kerak. Sherikchilik bo'lgan vaqtda, xodimlar bilan ishlanayotgan vaqtda bu juda qattiq e'tibor berish kerak bu narsaga. Zo'r. Qiyin, endi bu hali biz ham oxirigacha tushunib yetganmiz deb ayta olmayman, lekin bilamiz shunaqa narsa borligini va harakat qilamiz bu narsani oxirigacha tushunib yetishga. Shunaqa. Zo'r. Menda aslan savollar tugadi. Xudo xolasa bir 1,5 soatcha gaplashib qo'ydik. Men vaqt qanaqa o'tib ketganini bilmadim masalan. Menimcha yaxshi chiqdi podkast, yana bilmadim. Endi imkon qadar qo'limizdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qildik. O'zi podkast foydali bo'lishi kerak. Agar bizga foydali ma'lumot bera olgan bo'lsak, ko'p ko'rilish shart emas. Kerakli odam yetib borsa bo'ldi. Bitta prosmotr bo'lsin, lekin o'sha insonga foydali bo'lgan bo'lsa, men o'zim xursandman. Bizning ustozlarimiz ham ko'p shu narsani aytishadi. Prosmotr emas, aslan deyshadi. Prosmotrga qaramagan. Sani vazifang, bizning maqsadimiz deydi. Bizning maqsadimiz bitta bo'lsa ham odamning hayotini o'zgartirish. Bizning maqsadimiz prosmotr qilish emas deyshadi. Bu narsani ham o'zimga ham men bu shior qilib olganman. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarga chiqib nimadir haqida gapiryapmizmi, shu bitta insonga foydali bo'lgan bo'lsa,
man xursandman. Menimcha biz o'shanda vazifamizni bajargan bo'lamiz. Bilmadim, o'zi qanaqa chiqdi, yaxshi chiqdimi, o'ziga yoqdimi? Menga yoqdi, suhbatdoshga masalan menga yoqdi. Xo'p, izohlarda yozib qoldiringlar, qanaqa podkastdan insightlar oldinglar o'zinglar uchun. Shunaqa. Yozib qoldirsanglar va like tugmasini bossanglar, biz xursand bo'lamiz. Rahmat. Shunaqa. Ko'proq like bosinglar. Rahmat. Kommentariy yozinglar. O'shanda YouTube bu videoni ko'proq odamlarga tarqatadi.